vizang chiqmaydi deyapti. Eng qizig'i joyi 2000 tonnasi bor. Aytaylik, agar bakalavriga kelganimda men qaytib ketishim mumkin edi shu. Var mı? Şimdi üniversitede bala geldi. Buna siz kanalınız mı? Siz de şu üniversitelerden değil. Sen bakalavrlarda bor, aslida bir kunligi ham bor. Koreyada. Ba'zi universitetlarda. Kim bo'l agarki top mentaliteti universitetlar emas. Chunki universitet O'zlarini eng zo'ri. Bana akar kimliğin üçüncü karar getirdi. Sen bakalavrlarda bor. Birga kelsan boshida. Bugungi Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi podkastimiz Koreyaning turli xil yo'nalishda tahsil oladigan studentlardan podkast olishga qaror qildik. Maqsadimiz sizga foydali va qiziqarli ma'lumotlar berish. Agarda siz chet elda o'qishga qiziqsangiz, iltimos videoni oxirigacha ko'ring. Umid qilamiz sizga qanaqadir manfaatli ma'lumot bera olamiz. Qani ketdik. Bu kapalat endi ya. asosiy kameraga safar olma kameraga qarab gapirib. Qaysi bo'lar ham bo'laman. Qo'shimcha gapir. Bo'lmasa birinchi tanishtiramiz. tanishtirishdan kasbida Hali gapirib berdik, hozirgi kunda nimaga bu podkast olganimizni tushuntirib ketay deyapti. Ketdim hozir aytaver. Xo'p, xudo xolasa hozirgi kunda Koreyaga kirib kelishda eng keng tarqalgan usul student case bo'lib qoldi. Ya'ni D2 viza. D2-1, D2-2, D2-3, ya'ni kasbiy ta'lim, bakalavr va magistr. Bu yerda Umid akam, Muhammad akam, men Abdulloh, ya'ni hammamiz birinchi kasbiy ta'lim, birinchi bakalavr, birinchi magistrga kelgan studentlar. Ya'ni boshida kelgan qiyinchiliklar, boshida kelgan imkoniyatlar, ya'ni qanaqa plyus va minus tomonlari haqida bo'ladi. Bo'ldi, ketdi. Bir-birimizni tanishtiramiz. Men ismim Muhammad. Hozirda Janubiy Koreyaning Sejong universitetida tahsil olaman. Bakalavr sohasi Business Administration. Katalogdan bo'lsin. gapiradi. Ismim Muhammad Diyor, familiyam Abduxoliqov. Janubiy Koreyaning Seoul Aka, pastda. Yo'q, ana bittalar ichidan 40 bola. Uning tasavvurlari 3 ta kameraga etyapti. Men shu o'ylayapman, hozir qanaqa. Parvozga kelyapti. Xullas. Ismim Muhammad Diyor, familiyam Abduxoliqov. Qo'qon shahridan emas. Ya aytay. Ismim Muhammad Diyor. Qisqacha Janubiy Koreyaning Seoul universiteti kasbiy ta'lim yo'nalishida tahsil olaman. Biz o'qishimiz 2 yillik, haftada 1 kun bo'ladi. Qisqacha shu. Ismim Abdulloh. Alomati ko'prik tumanidanman. Hozirda Janubiy Koreyaning Seoul universitetida, ya'ni 2 yillik kasbiy ta'limda tahsil olaman. Bizning o'qishimiz haftada 1 kun. Salom, men ismim Mirjon. O'sha vodiyning jaylari bolalar quvvasidanman. Anor ko'p joylar. Hozirgi kunda Koreyaning nufuzli universitetlaridan biri Janubiy Koreya, ya'ni Korea Aerospace universitetida magistratura bosh talabasiman. Bo'ldi, xo'p. Birinchi nimadan boshlaymiz? Kasbiy ta'limdan. Kasbiy ta'limdan birinchi kasbiy ta'lim, keyin bakalavr, oxiri magistr bo'ladi. Shu bilan Xohlasangiz isbotlayman. Xo'p, menga eng qiziq bo'lgan narsa kasbiy ta'limga qancha ketgan kelishgan. Menga o'ta qiziqarli. bu to'g'ri bu pul borasini oxirida aytamiz, shu video qizaloq bo'ladi. Pulni boshida aytib qo'ysangiz, u birpasda bo'lib boradi. Pulni oxirida. Pulni oxirida aytamiz. Bor. Unda nimaga qanday kasbiy ta'lim sizlarga kim maslahat bergan? Xo'p, o'zi boshida o'sha konsalting firmalarida qiziqib yurardim men. Kuzatib, ya'ni bolalar bilan gaplashganman, videolar ko'rganman. Bakalavrga kelganda boshida eng kamida 3 kunlik o'qish bo'ladi. Men eshitishim bo'yicha bolalar bilan gaplashgan 3 kunlik o'qish, ya'ni o'qishda bosimi, ya'ni vazifalar, har xil vazifalar bajarish kerak, universitetda a'lo o'qish kerak, boshlanishda baribir xullas bunaqalar bilan bo'lib ish topishga, ya'ni daromad qilishga vaqt bo'lmaydi deb o'ylaganman. Aslida ham shunaqa ekan. Kontrakt to'lash kerak baribir. Endi o'zbek sharoitida shu, ya'ni o'zimizni qoplab boshqarsak, ya'ni uyga zararimiz tegmasa ham foyda bo'ladi bizga deb o'ylab, ya'ni yana ko'proq resurs qilib ko'rganman. Shunda kasbiy ta'lim ochilgan yo'nalish. Ya'ni bizda oldingi patologlarni ko'rganman. Ya'ni kasbiy ta'lim haftada 1 kun o'qiladi. Unda men o'ylaganman, agar men 2 yil davomida
yaxshigina daromad qilib, ya'ni o'zini tiklab yoki qanaqadir O'zbekistonda biznes boshlab qo'yib, ya'ni xullas qanaqadir bosqichga chiqib olganimdan keyin bakalavr sohasiga o'taman, ya'ni 2 yildan keyin bakalavr sohasida o'qishga vaqtim bo'ladi. Plus tarafi kasbiy ta'lim yana bitta. Koreyaga osonroq moslashaman, ya'ni o'zimni shaxsiy rivojlanishim uchun ko'proq vaqt bo'ladi deb o'ylaganman. Ya'ni qanaqadir Koreyaning qiziq tomonlari, o'rganishim kerak bo'lgan narsalar juda ko'p. Birinchi kelganda hammada shunaqa bo'ladi. O'sha narsalarga ko'proq vaqt bo'ladi. Faqatgina ish bas. Siz nima deb o'ylaysiz? Shu fikringiz to'g'rimi? Kasbiy ta'lim kelish yoki bakalavriya yaxshi emasmi? Kasbiy ta'lim o'ylab ko'rganda bu xuddiki kollejlar sifatidagi, Koreyada ham kollej sifatida vaqt o'tkazish ko'p. Xo'p, birinchi o'rinda o'xshab qolyapti. birinchi o'rinda yoshim 18 da. Xo'p, xudo xolasa, moslashyapman Koreyaga. Ancha o'rganib, tanish orttirib, ya'ni universitetda ham primoy Koreyadan O'zbekistondan primoy Koreyaga kelib turib, universitetda yaxshi bilmasdan turib kelib qolish qanaqadir mayda xatolarga tuyulib katta muammolarga sabab bo'lib mayda xatolar. Shunaqalarni oldini olish uchun birinchi, ya'ni risk bo'lsa ham 2 yil shu vaqtim ketsa ham shu Koreyaga oldinroq kelib, moslashib, ya'ni nufuzli universitet tanlashda ham, ya'ni baribir kelajakdagi sohamiz, misol uchun bakalavrda o'qigan sohamiz bo'yicha ketamiz ko'pchiligimiz. Ya'ni magistrda hospitality, har xil sohalar, yengil sanoat, og'ir sanoat, mashinasozlik. Menimcha u sohada ko'pchilik ishlamaydi. Bakalavr sohasida o'qib, o'sha asosiy yo'nalishi bo'ladi deb o'ylayman. Endi bu yo'nalishni tanlash uchun ham men 2 yil vaqt sarflashga roziman. Sababi men keyingi kelajagim davomida, ya'ni 20 yil, 30 yil ishlashim mumkin shu yo'nalish bo'yicha. Ya'ni bu sohani tanlash uchun shoshilish niyatim yo'q edi. Shuning uchun kasbiy ta'lim deyman. Yaxshi. Endi sizlarga ham qanaqa tavsiya berib, qanaqa taassurot bo'lganda borsang, qanaqa bo'ladi Koreya. Abdulla Koreyaga chiqyapti. Abdullaga ketib kelgan 10 kun bo'ldi, hali Koreyaga to'liq moslashgani yo'q. O'zimiz kutib olganmiz aeroportdan. Shu mana hozir yonimizda yuribdi. Nima deb o'ylaysiz? Koreya yetib keldingiz, mana sразу podkastlarga chiqyapsiz. Bu jarayon qanday ketyapti? Hamma ham bu natija bermaydi-da. Kelganlarga hamma ishga chiqib ketadi yo o'qishga chiqib ketadi. Nima deb o'ylaysiz Koreya haqida? To'g'ri aka, to'g'ri kasbiy ta'lim birinchi men o'zi topshirishimga, kasbiy ta'limga Koreyaga kelishimga asosiy sababchi bu muhim deb desam ham bo'ladi. Chunki biz ALS o'qiyotgan paytimizda o'sha birga ALS o'qib, birga tayyorgarlik ko'rganmiz. Keyin bu firma bilan, aynan shu firma bilan shartnoma imzolab kasbiy ta'limga qiziqishim bo'lishgan o'sha sababchi bo'ladi. Keyin bir semestr kela olmaganim, keyin bu firmada ishlaganim ham barcha universitet haqida ma'lumotga ega bo'lganim kasbiy ta'lim tanlashimga sababchi bo'lgan. Nimaga deganda, kasbiy ta'lim 2 yil davomida yetarlicha sizda vaqt bo'ladi, o'zingizga kerakli sharoitda uyga hech qanday og'irlik tug'dirmasdan kerak sharoitda qilib olgani yaxshi, ya'ni vaqt deb o'ylayman buni bakalavrga qaraganda. Chunki bakalavrda aytganingizdek eng kamida 3 kun o'qish bo'ladi. Shu 3 kun o'qish davomida siz balki to'g'ri eplayotganlar bor. Meni o'zimning fikrim, agar 3 kun o'qishda ham eplay olaman degan bo'lsa, koreys tili bilan kelish kerak. Men bakalavr qilmaganim sabab, asosiy sababi ALSim bo'lgani uchun bakalavr qilmaganman. Demak, Koreyaga moslashish, ya'ni muhitga tushish, tanish bilish orttirish uchun kasbiy ta'lim yaxshi variant bo'lishi mumkin. Yoshlar uchun, ya'ni 18 yosh, 19 yosh, 20 yosh atrofida. Yana bitta qo'shimcha qilib ketay. Misol uchun IELTS hozir juda O'zbekistonda pikka chiqdi. Ya'ni siz IELTS bilan adashmasam 160 dollarga chiqsangiz bo'ladi. Bitta IELTS sertifikati bilan. Buning ichida Koreyaga kirib ketadi. Aytaylik, siz koreys tilini o'rganib faqat Koreyaga kela olasiz. Ya'ni rosa 18 yosh bo'lgan payt bizda hozir O'zbekistonda sen faqat institutga kirishing kerak. Ba'zi misol bolalar tayyorlanadi. 2-3 yil tayyorlovlarda yotib, yotoqlarda alohida fokus faqat o'qishga, matematika, fizika, lekin IELTS bilan yengil o'qib, yengil IELTS 160 dollarga yengil chiqish mumkin. Endi buni aytaylik, Koreya tanladi. IELTS bilan Koreyaga keldi. Ham bunda kasbiy ta'lim plus bo'lyapti. Haftada bir kun o'qish, koreys tilini o'rganishga sharoit naturally. Ya'ni любой payt, misol uchun aytaylik, bir kun o'qishiga borib keladi, o'qishda ham koreys muhit. Tashqari magazinga kirsa, oshxonaga kirsa, to'g'rimi? Bir narsani tekshirsa, sayohatlarga borsa ham koreys tili. Ya'ni
boshlanishida koreys tilini o'rganish juda foydali, koreys tilini o'rganish osonroq ketadi, meni o'ylashim bo'yicha. Ya'ni risk, ya'ni xavfga qo'ymaydi. Ya'ni nima demoqchiman? IELTS bilan bemalol O'zbekiston universitetlariga kirsa bo'ladi. 60 ball yoki 90 ball tayyor. Endi biz topshirgan paytdagi ball bilan hisoblaganda, shu ball bilan tayyor qolganlarni eplab kirib ketadi. Bu keyin Koreyaga ham kirdi. Ota-onasining yoniga ikkita option qo'yapti. Mana O'zbekiston, mana Koreya. Maslahatlashib kelib, ya'ni o'z Koreyaga kelgan taqdirda ham, ya'ni koreys tilini o'rganib moslashib ketishi mumkin. Moslashib ketadi ham. Ko'proq yoshlar uchun berilgan tavsiyalar endi bu misol. Yoshi 18 ga bo'lish uchun ham kamida ingliz tilini o'rganish uchun 2 yil vaqt sarflash kerak, ya'ni 16 yoshdan boshlash kerak bo'ladi. Ya'ni o'qishni bitirgungacha 18 ga kirib, hujjatlarni topshirib kelgungacha. Aytaylik, misol uchun bizda har xil muammolar bo'ladi vizalarda. Bitta отказ olsa keyingisiga ta'sir qiladi degan narsalar. Aytaylik, u narsalarga e'tibor qilmay faqat koreys tilini o'rganib, aytaylik 6 oy vaqt ketdi o'rtacha shu sertifikatni o'rganib, 6 oy tayyorlanib oldi. Agar отказ olib qoladigan bo'lsa, viza bitta oldi, ikkita oldi. Tanishim bor 4 ta отказ olgan. Faqat koreys tilini o'rgangan. Boshqa ilojisi yo'q. Universitetga kirib qo'ymagan. Shu paytgacha 2 yil ichida ko'p narsa borsa bo'lardi. Aytmoqchi bo'lganim shu risk qilmaslik kerak. Risk qilmaslik uchun zo'r variant. Birinchi IELTS o'rganib kelib turib, kasbiy ta'limga kelib, plyusiga moslashish kerak. Biz bo'lib, yana bir maslahat bergan bo'lardim. IELTS olgandan keyin O'zbekiston universitetiga masalan ham topshirib qo'yish kerak. Nimaga deganda, misol uchun o'zimdan qiyos bo'lgan, O'zbekiston universitetiga kirganman. Toshkent moliya iqtisod universitetiga. Buni отказ qildim. Nimaga? Chunki ishonardim. Taslim bo'lmasdan 5 marta bo'lsa ham IELTS topshirib olishimga oldim ham, Xudoga shukr, mana hozir Koreyadaman. Lekin risk qilmasdan agar IELTS bo'ladigan bo'lsa, topshirib qo'yish kerak. Yana bitta maslahat, kasbiy ta'lim bo'ladimi, bakalavr bo'ladimi, magistratura bo'ladimi, Koreyaga kelyapsizmi, koreys tilini yaxshi darajada bilishingiz kerak. Shu o'rinda savol, ya'ni hujjatlarga juda ham mas'uliyatli bo'lish kerak degan narsani sizning misolingizda kasbiy ta'lim o'qiydi, shu bilan ishlashyapti. Yaxshi ketyapti. Siz naqmay turing, aka, zo'r ketyapti. Просто nima deb turadi? Hujjatlarga mas'uliyatli bo'lish kerak, ya'ni elchixonaning o'zini yozilgan narsalariga javob berib, haligi har bitta savoliga 100%. Misol uchun, readingiz 5 edi, to'g'rimi? 5 marta topshirganman deyapsiz. Bu ham vaqt ketyapti topshirishga, ham pul ketyapti, ham Koreyadan olib ketyapsiz. Ya'ni agar shu elchixona bergan hujjatlarga bitta ptichkani urib chiqsa, ancha vaqtdan, puldan keladi Koreyaga. Keladi. Keyin pul borasini orada gaplashamiz. Necha pul kelib ketdi, necha million ketdi, 100 million. Ya aytmoqchi bo'lganim, ko'pchilik bolalar bo'ldi. Shu konsaltingda ishlagan paytimda, vizang chiqmaydi deyapti. Menejerlar aytadi, vizang chiqmaydi, ana elchixonaning qarori yozilgan desa, menejerlar deydi. Menejer. Elchixonada yozilgan, reading 5 yoki listening darajang 5, viza chiqmaydi, elchixona yozib qo'ygan. Yo'q aka, men shunaqa rasvod qilib qo'ydim, chiqsa topshirib ko'raveray. Chiqmaydi. Yo'q, topshirib ko'raveray, shuncha rasvod qilib qo'ydim. Bu ham misol uchun o'zimda ham shu fikr bo'lgan, ya'ni topshirayotgan paytimda, ya'ni panshortim tugashiga 4 kun qo'ygan paytda tavsiya berishgan. Ya'ni bolalar atrofimdagilar IELTSing kuyib ketadi yoki shuncha qilgan so'ting kuyib ketadi, davay topshir deyishgan, lekin balki yaxshilikka bo'lgan, lekin topshirmaganman shu paytda, chunki bitta отказ kelajakka ta'sir qiladi. Bu endi konsalting sohasiga oid bo'lgani uchun bu haqida fikr olish shart emas. Hozir faqat kasbiy ta'lim bo'yicha gaplashsak, Koreyaga kelgandan keyin yaxshi ish topish haqida ham batafsilot bo'lsa yaxshi bo'ladi. Menimcha nima uchun kasbiy ta'lim degan savolga javob berdik? Endi bakalavr, magistr, qisqacha bo'lsa ham shuncha bo'ldi. Bakalavr, magistr sohasiga o'tsak bo'ladimi, adashmasam? Yo'q, menda savol bor. Xo'p, haqida o'qish, ta'lim darajasi ham sifat. Sizlar endi bor o'qiyapsizlar, ko'ryapsizlar, ochishasiz. ChatGPT. Yomon chiqdi-da mana shu joyga. Misol, nimadir o'rgansa bo'lar, kimdir bor, men o'rganaman deydi, bor.
Odam ma'qul. O'zingizdan qo'ying misol. O'zi kasbiy ta'lim mohiyati kasbga yo'naltirildi, misol svarkachilik yo sartarosh yo shunaqa, ya'ni o'zimizga o'xshagan kollejlar, ya'ni kasbga yo'naltirilgan. U yerni bitirgandan keyin 2 yilda o'qigandan keyin 18 yosh 20 yoshda o'sha ishchi viza bo'lib ishga joylashadi. Ya'ni oldin umringni sarflab 4 yil o'qiysan, keyin yana 2 yil yutyapti bu yerda bolalar. Ishchi viza bo'lib kiraman desa. Yaxshi o'qish, misol kimdir o'qish kerak keladi, o'qish muhitini qiziqish keladi, shuni mana taqir, quloqdan o'shini taqib o'qishga bor. Endi bitta narsa, misol uchun haftada bir kunda bugun o'tildi dars, yana bir hafta kutish kerak keyingi darsda unga bo'lgan connection bog'liqligi uziladi. Birinchi tarafdan. Ikkinchi tarafdan yo'nalishlar unaqalik, misol uchun IT, hali muhim sohalar yo'qda. Misol biznes qanday rivojlantirish. Ya'ni sizga marketinglarni o'rgatadi yoki o'zing marketing yarat. Oddiy narsalar uni YouTube'dan nimadan o'rganib, bemalol shaxsiy rivojlanish kerak. Kimdir tepasida turib, monaqa kosinus kvadrat, sinus kvadrati 1 bu narsalar degan narsa shart emas deb o'ylayman. Bu yerga kosinusni sinusni qo'shyapsiz. Xo'p, yaxshi. Endi demak, umumiy olganda kasbiy ta'lim kariyeraga moslashish uchun yaxshi variant. O'qish uchun emas, moslashish uchun. Endi hozir paket Moslashish uchun shaxsiy rivojlanish uchun juda zarur. Lekin deyarli ko'p kasbiy ta'limga kelayotgan bolalar asosan o'qiyman deb kelmaydi-da. Ya'ni oldin o'qib ko'ray, yoqsa keyingi bosqichga bakalavriat o'tib o'zim yo'nalishni topishim mumkin yoki ishchi viza bo'lib qolishim mumkin. Shunga men ozgina qo'shimcha qilsam, asosan kasbiy ta'limga kelayotgan bolalarni agar bilishim bo'yicha 90% ni IELTS bali 6 dan yuqori emas. Bu birinchi sababi, agar bakalavriat qiladigan bo'lsa, bolalarga kontrakt juda ham qimmat chiqishi mumkin. Yoki-da ko'proq chiqib ketishi mumkin. Shu sababdan ham ko'p bolalar IELTS ga kasbiy ta'limda o'qiyotgan bolalarning IELTS yoki TOEFL bali, TOEFL maksimal 3 yoki IELTS bali maksimal 6 bo'lishi mumkin. Ichida chiqadi, IELTS balandlar ham chiqadi, ya'ni kasbiy ta'limda o'qiyman, men faqat soqqa qilmoqchiman deganlar bo'ladi ichida. Bunday bolalardan ko'proq, lekin kasbiy ta'limda maksimal darajada ko'proq bolalar IELTS bali 6 dan pastroq bo'lgani uchun shuni tanlashga majbur bo'ladi. Bu qulay va yaxshi variant bo'lgani uchun shuni tanlashadi. Yana bitta plyus tarafi ish topishda osonroq bo'ladi. Sababi men mana kunlari ishlayman emas, ishxona aytgan kunda o'zi ishlashim mumkin. Misol uchun men shu kunlari haftada bir kun o'qishga borib kelaman, qolgan kunim bo'sh. Shu kunlari ish beraman. Ya'ni haftada 5 kun ishlashim mumkin, 4 kun ishlashim mumkin. Moddiy tarafdan deyapsiz. 6 kun. Ya'ni o'zi kasbiy ta'limda mohiyati ham shuda. Qo'pol qilib aytganda, universitet viza beradi, sen ishlayverasan bemalol. Orada universitetga borib kelib qo'yasan, baholar yaxshi. O'zimizda bolalar nima kollejga chiqib ketishadi maktabda o'qimasdan. O'zimizda bolalar kollej 1 yilda 2 marta chaqirgani uchun kollej tanlashadi maktabdan ko'ra. Shuning uchun ham bu yerda ham bolalar ko'proq maqsad ishlash bo'lgani uchun kasbiy ta'lim tanlashadi. Aytganda o'sha haftada 5 kun ish topishda ham plyusroq. Ya'ni bakalavriatda 4 kun o'qiyapti, ishga chiqish kerak. Qolgan 3 kunini tanlaydi. Shanba dam oladi ko'proq karslar, ya'ni ishlar kam shanba o'zi shanba universitetdan yo'q, ya'ni -2. O'zi 7 kunlik hafta bo'lsa, 4 kun o'qishga chiqib kelsa, 2 kun 1 kun ishib qolyapti. Ya'ni yo u o'qishdan chiqib turib kechki payt qanaqadir ishlarda ishlash kerak. U ham nagruska bo'ladi, ya'ni ham kechasi ishlab turib o'qishga boryapti. Ham jismonan ham ruhan nagruska bo'ladi. Endi bakalavriatga o'tsak, Yo'q, o'zi hozir savollar bo'lsa, keyin kesib tashlab boshqa qilaveramiz. Xo'p, hozir Abdullohdan ham Umijon muhojirlik kelganda javob bo'lgan. Kari bo'lagan zaqa chiqqan. Chunki 6 oy 7 oy bo'ldi deyapti. 6 oy 7 oydan beri. odam misol O'zbekistondagilar tam kino ko'radi, tam YouTube'da bloglar ko'radi, misol hamma yaxshi tarafini ko'rsatadi. Hamma yaxshi tarafini ko'rsatadi. Muhojir haftada bir kun o'qishi o'zingiz qanaqa taassurotasiz, qanaqadir hayotga kelgansiz, tushunchada. O'zingiz ko'rdingiz, necha oylar yashaysiz, yana qancha bor. Hozirgi tushunchangiz. Aytaylik, agar bakalavriatga kelganimda men qaytib ketishim mumkin edi, shuni aytaman, birinchi o'rinda. Sababi ish topishda, chunki rasxodlar uncha o'zbekda qiynab qo'yadi. Rasxodlar uncha o'zbek oilasini qiynab qo'yadi. Sababi to'g'ri, Koreyada mahsulot oson, faqat koreyslarni topayotgan puliga nisbatan O'zbekistondagi gap emas. Idan siz kelib qanaqa yaxshi qiziq yo'l ochilib, hamma ish. Yo'q, bo'lmadi.
boshida kelganimda aylanishga chiqish, boshidan muhitni o'rganish bo'ldi, ya'ni transportdan qanday foydalanish, qayerga borish, shu narsalar bo'ldi. Keyin men IELTSga kelganman. Qaysi ishga kirsam, ya'ni og'ir ish bo'ladi, ya'ni tilimcha kerak emas, ya'ni yukni odamga toshsa, misol uchun, koreysni so'rayapti. Unga qo'ychak qo'ydi bilishim kerak deyapti. Koreysni o'rganishim kerak, faqat mana shu narsa bo'laverdi miyada. Eng qiziq va joyi 2000 topyapsizmi oyga? Aslida bir kun $100 hisoblayapti. $100 26 kun ishlayapti-da. Koreyani oltin qo'ydasiz. Ya'ni to'g'ri, Koreyada $100 topsa bo'ladi bir kunda. Bo'ladimi? Lekin bir oyda 3000 topib olmaydi. Kuniga $100 topsa bo'ladi. Kuniga $100 topsa bo'ladi lekin. Ularni tashlamaylar. Bizga laklarga ketib qoladi. Laklar. Aytayapman, shunday universitetga bitta bola keldi. Buni siz kanalingizmi? Ha. Sizni shu universitet tanladim deyapti. Shunday shu universitet sizni tanladim deganimni ichimdan nima deydi? Nima qo'yding sen? Nima qo'yding? Yo'q, xalas, bu mas'uliyat emas, o'sha uchun hali nima gapni gapirishdim. O'ylab qo'yishadi, hozir shu yaxshi. Xo'p, Endi bakalavriatga o'tsak, bakalavr bu bolani kelganiga biz og'ir bo'lgan yoshlar qolayapmiz. Sejong universiteti nufuzli universitetlardan biri, misol bilamiz, hotel va turizm borasida deyarli Koreyada birinchi o'rinda turadi. Boshqa universitetlarda ham deyarli nufuzli. Endi nima deb o'ylaysiz? Yangi bo'ldi, muhit, sharoit, vaziyatlar, bakalavrda qiyinchiliklari, oson taraflari, do'stlar, oiladan uzoqlik. Bitta beraylik-a, odamni qiynalgan hammasini. Umumiy qilib Kompress fizik qilib bering. Xo'p, nima uchun bakalavr tanlab kelgansiz? Aynan bakalavr. Xo'p, Sababi biz paytda kollejda masala bergan odam bo'lmagan. Shu YouTube bloglar ko'radi. Uchinchi shu biz uchun men o'sha maktabda 11 yil bitirganman, tam kollejda tamomlagan, shuncha bitirganman. Uchinchi ikkinchi maqsad bakalavr bo'lgan. Men topshirgan paytda o'sha men pandemiya paytida to'g'ri 2 yil vaqtim nimadir kutishda, boshqa narsa o'rganishga ketgan. Shuning uchun vaqtim balki behuda ketkazish masala fikri bo'lgan. Lekin men o'sha bunaqa option borligini ham bilmasdim. Kollej borligini ham bilmasdim. ya'ni aytaylik, Koreyaga keldingiz. O'qishingiz 5 kun bo'lgan ashmasam. Birinchi kelgan. Birinchi kun 5 kun. Ya'ni u 5 kun davomida o'qishdan tashqari assignmentlar bor, har universitet tomonidan beriladigan vazifalar. Xo'p, u vazifalar bilan bu aytaylik kontraktdan to'lashingiz kerak. Bu boshida qanday o'tgan? Ya'ni to'g'ri ta'til beriladi. Endi sizni yashash sharoitingiz bor, o'zingiz yeb ichishingiz, har xil, ya'ni ID kart olgandan keyin sug'urta, health insurance, to'g'rimi? Ya'ni moddiyat tarafdan qanday eplangansiz deb savol beryapsiz. Ya'ni moddiyat tarafdan o'zini o'zi tiklab olish va bakalavriatga adashmasam bakalavrlarda bor, aslida bir kunligi ham bor. Koreyada ba'zi universitetlarda. Kim bo'laganki top mingtalikdagi universitet adashmasam, top 300talik kiradi. Adashmasam mingtalikda bor. Sejong universiteti. Ham rangi bor. Kezataman. Xo'p, Hozir ham universitet ichida biz o'z podkastda. universitet uchun qoldirganman. Chunki universitet O'zlarini eng zo'ri. Mana aqaqil barchasini harakat qilganman. Sejong kelib qoldi. Seulda bo'lgan o'zi katta xursandchilik bo'lgan. Bakalavrdagi holat. Bakalavr shu eng kam 5 kun qo'yilib qoladi. Agar siz o'zingiz harakat qilib 2 kunga qo'ysangiz bo'ladi. Men ko'rganman. Bir kundan 2 kun. Men o'z biz universitetga bolalar 2 kun qo'ygan, bu 2 kunni ham mas'uliyati bor. Ertalab 9dan dars boshlanib, kechasi nechida ham tugaydi. Chunki siz hamma darsga kunga tiqayapsiz. Bu narsa mas'uliyati bor. Ya'ni 2 kunga qo'yganingizda imtihoningiz qaysidir kuni o'sha hamma imtihoningizni 2 kunda topshirib olasiz. Tayyorlanish o'sha narsa bor. Bu birinchi narsa. Bakalavrda yaxshi universitetlarda kontrakti qimmat bo'ladi, yana sohangizga qarab. Men xudoga shukr, men biznes tanlaganimga qilmayman, chunki 2000 ga 3000 ga qarab ketyapti. Shu o'rtasida biznesni o'zi dollarda, $2000 dollarga ketyapti. Men savolimga javob oldim, boshqatdan beraman savolimni.
birinchi keldingiz bakalavr, mana 5 kun o'qish. Ya'ni siz ham ishlashingiz kerak, rasululloh odam qiynab qo'yadi. Bu davr boshida qanaqa bo'lsa ham Koreyaga moslashingiz kerak, ham o'qishingiz kerak, ham ishlashingiz kerak. Endi O'zbekistonda agar ba'zan pul jo'nab degan narsa bo'lsa, ko'pchilik xonadonlarda bo'ladi. Agar bu ham bo'lsa, bu ham plyusiga bo'lgan. Qanday o'tgansiz bu bosqichdan? Qanaqa o'tgan? Men qandaydir birinchi tushuncha ishlagan kelyapman degan tushuncha bo'lmagan ekanman. Realni men o'zim bilan o'zim urushib qo'ygan paytlar bo'ladi. Fikrlaringiz men ishlagan kelmaganman dedim. Men ishlagan kelmaganman, o'qigan kelganman dedim. Demak, birinchi periodimda menda ishlash tushunchasi bo'lmagan. Kelganman, o'zim kelganman, o'zim boshlab ketdim. Lekin bitta eng yaqin o'rtog'im kutib olgan, aeroportga olib kelib tashlagan. Mana shu bitta gap qandaydir ta'sir qilgan. Muhammad degan hamma gapni men uydagilarga ayta olmaysiz deganman. Hammaga o'tib ketgan. Bu mas'uliyat olgan. Bu bir Yoshsiz, 18, 19. Esan 20 atrofida yosh. 20. Men kulli ishlarga chiqaman. Ya'ni siz boshlanishda chunki ish topolmaysiz. Men bolalar kimlardandir yalinib olayotgan ishni men o'sha bolalardan so'rayotgan bo'laman. Tekbirdan kimlardan yalinib olayotgan ishni men topdim. O'shanda ekan bo'lgan ekan men o'ylab olaman. Kattaga chiqish kerak. Koreys tilini bilmaysiz, ingliz tili ishtirok, ko'chada koreyslarni gaplashish. Hammadan bitta opportunity tushib, u ham koreyslar ham bu bitta taraf minus bo'lsa, bunga tushadi. Shu koreyslar biladiganni, ingliz tilini biladiganni olib chiqadi. Lekin shu biz endi birinchi kelgan joyimiz ham arzonroq joyda turganmiz. O'sha yerda hamma turardik. Koreyslar saftal biladi. Chunki 3 oy kelganman. Bilaman deb qo'ygan joy, san bolalarning tushunchasi Muhammad biladi deb qo'ygan ekanda. Karsini biladigan bolaga ish bor ekan, hamma menga berib yuboradi. So'ra ofsoya bilan Menda ish bor. Birinchi ishim araba ekan. Endi u paytlar necha yillik bo'lgan? Araba ishlar 2022. 2022 yil. Deyarli Birinchi vaqtda anaqadan karantindan chiqib kelingan, ya'ni hali vaziyat yaxshilanadi. Odamlar yashashni boshlagan paytlar. Birinchi ish araba, ustachilik. Borsam beton buzayapmiz. O'zbekistonda qilganmisiz shunaqa ishlar? Prepar berib qo'ygan. Men yaxshi bo'ldi. Men qilmadim, qiyin bo'lgan. Kech payt ularda ishlash sistemasi har xil. 12 soat, 12 soatdan o'tib ketgan birinchi ishlar. Kechasi soat 11 da asfalt yuvib, betonni yotqizganda asfalt yuvib ketganmiz. Aytganman, asfalt yuvmas edi, asfalt yuvyapti. Uydagilar hayratda degan. Mana, O'zbekistonda faqat shu o'qituvchilik, qanaqadir o'zim kasbim bor. O'tirib ish qilganman. Og'ir ishim bo'lgan, tushuncha bor. Bunaqa darajada emas. koreyslar bunchalik qattiq ishlashini O'shanda chiqib olib, o'shanda ham beyo'q borman hali. Keyin odamlar degandagi odamlar ta'sir bo'lgan. Chunki ularda bolalar aka qarang, o'z o'tyapsiz, degan. hozir o'tyapti. Beyo'q bordalik pulni ham bo'lgan. Birinchi topgan pul men yaxshi bo'lgan o'shanda. Kelganda olib kelgan bolasi bizga o'sha pul ishlatmagan. Boshqa $100 ishlatib, keyin birinchi arabadan katta pul tushib qo'ygan. Kvartirani to'laganman shu. Kontrakt ham to'lagansiz. Kontrakt puli yo'q. 6 oydan keyin to'laydi, hali keyin. Yo'q, to'g'ri. 6 oydan keyin to'laydi. Boshida aka, aytayapman, 5 kun o'qishga borish kerak. Birinchi darsxona birinchi bo'ladi. Sentyabr oyida kelsa, bayram bilan bayram ko'p. Sentyabr rosa ko'p, sentyabr, noyabr. O'qish tutyapman. Karslar birinchi xonamga kirsam, keldi bor. Sejong. Karantin shu karantindan chiqqan payt odamlar kirmagan. Aka bar Koreya, o'zi Koreyada bor. Keldi xonachi. Koreysga kelmayapti shug'ulganda. Nima aytgan deydigan. Latar boshqa to'g'ri ishlaydi-da. Keyin bayram deyman, hamma mas'ulga ta'mirlarni xonaga kirib, darslar to'g'ri xonada partalar chiroyli. Nima o'tayotgan, tamani to'g'ri o'tgan, shu bu. Darsga o'zingizga kirishingiz mumkin, telefoningiz soqol kiyimingiz yaralashmaydi, shunisi juda qo'ygan. Zo'r tarafi o'sha Koreyadalik o'qishga keldingmi? O'qishingni o'qi, assignmentlarni topshir.
berilgan maslahatni Misol bitirasan, diplomingni olasan. bitirsam qara, mashina tugatib. Tugatib ber, maslahat o'qib ber, bo'ldi. Ish bo'lgan yo'q qanaqa. Hammada ham shu. Tam erkak. Bakalavr, magistr, PhD, aspirantura, ulas doktorantura, tura hammasi bor. Erkaklik. Erkaklik. Faqat o'qisang bo'ldi. O'qisang bo'ldi. Mashina bo'lmasa. Kutib qoling, siz karslarni o'qib qo'ying. Ya'ni O'zbekiston bilan solishtirganda menda bakalavr hali menga kelamiz, bakalavr background O'zbekistonda bo'lgan. Uni dahshat bomba joylarini hali yig'lab qo'ymasam bo'ldi. Oldindan beramiz hali. Bular hech kim hali unaqa yo'q-da, batta erkinlik, qiyinchilik O'zbekistonda qiyinchiligini solishtirmaslik kerak. Batta qiyinchilik, boshqa qiyinchilik, O'zbekistonda qiyinchilik. Boshqa qiyinchilik. Ya'ni o'sha qanaqadir siz qiyinchilikdan chiqib kelyapsiz-da, yana qiyinchilikka kelyapsiz. Bundan chiqish kerak-da, keyin katta qilib boshlanib ketadi. Bu ham qiyinchilik. Shu o'qish shunaqa yaxshi bo'lgan, tam erkinlik. Oradan keyin kunlik, men birinchi kunlik ishladim boshladim, tekbi. Menga qandaydir birinchi hammasi oson kelgan. Bola, aka, mana bular tekbi deyapti, deb ketaverdim. Men eng oxirgi yillarga olib borib qo'ydim, tam. Siz birinchilikdan qattiq baslab ketdim. Faqat tushkulash, faqat tushirish. Yo'q, sajang oxirga olib borib qo'ydim. Birinchi skaner turdi. Skaner. Oxirga olib borib qo'ydim. Bir soatda bitta kelar ekan. Otlar. Ana, kim ishtiradi bo'lar. Shudek. Bola so'zlab nima Ha, sen oson ekan. Aka, naqa yo'q dedi. Pulni bergandek hammasini unutib olasiz. O'zingizga hammasini unutib olasiz. $100. $100. O'sha payt. O'sha paytda kurs atrof. Aytaylik $100 oylik kontrakt. 12 soat ishlagan. 2,5 mingdan atrof. 25 kun shunaqa ish topib ishlash kerak. Ya'ni u tekbirda 12 soat ishlab kelgandan keyin ertasi kuni ishga chiqishning jinniy ishi. Yo'q, O'qishi bor. uchib qolasiz. O'qishi bor, eng qizig'i bo'lish kerak. Misol Tekbirlar odatda kech payt bo'ladi. Kech payt boshlanadi. ishdan kelgan kun o'sha erta o'qish uchun kirib keladi. Keyin shuni ikki almashtirib qizlarga ko'z bilan o'tiradi. Ballar bo'lgan birinchi marta bo'lib qo'ygan. Xo'roq aytib berganda bular. Ya'ni siz birinchi kontraktga pulingizni shunaqa albatta chiqib to'plagansiz. Yo'q, o'qish payti shu bo'lgan. 2 haftada bir marta chiqib qo'yadi, bir haftada bir marta eplab chiqib. Mana pulga Ya'ni kunlik xarajatlarga chiqib bo'lsa bo'ldi deb qo'ying. Qish keldi, tekbi ham odam olmayapti. Kunlik ishlar o'sha odam olmayapti. Kuningizda to'xtaydi deyarli. Shunday to'xtaydi. O'sha paytda o'rtog'im yaxshi, yaqin o'rtog'im. Incho shaharga olib ketgan, zavoddan ish topilgan. U o'shanda hali tishimga qo'yib ishlaganman. Zavod egasi teng bo'lgandi. Endi men kasb bilmayman. Parfumeriya zavodi ertalab soat 8 dan 8 gacha ishlaydik. Ertalab bomdodga yaqin. Bitta kars suv kiyapti. Ya'ni kiyimni oldingda qorong'i suv kiyapti. Xo'jayiniga zavod egasi ekan. Shu zavodga chiqib o'qilgan oddiy kiyimda. Shu egasi o'zi biz bilan bitta joyda o'qitardi. Biz ishchilarga doim go'sht tarqatiladi, temiradi. Ana joyda biz bilan o'qitardi. Oddiy joyda oddiy kiyinadi. Men kasbimizga beshikkan. O'quv markazida ishlaganimda meni o'quv markazi egasi ham Koreyada ishlagan. Men bilan ishlar bilan teng tushiradi. Kasbim shunday, men bilan ish tushiradi. Ana hojatxona bolaga o'quv markazi yosh bolaga hojatxona qog'ozlarni teng olganman. O'shani tan bergan. Voy sen kibrlanib aytib qo'yganda hech kim Agar endi bu kimdir bo'lsa bizda bilasiz, forajendir bo'ladi. Cho'ntagida iPhone bo'ladi. 120 tarifga 16 qo'lda soat. Ya hazır endi Zavod tegadi gapiryapsizlar. Yo'q, taxov bo'lar ekan Dina zavodini egasiga. Yo'q, odam ko'rman bo'lmaydi. Ko'rmagansizlar. Ko'rmagan. Unaqa bo'lmayaptimi? Bu tahsilotlar haqida kelib shunday kvartiraga joylashib, sразу buni ovqatlantirib, buni halol oshlar bilan halol magazinlarga olib kirib, muhit Reisa deyapsiz. Yo'q, reisa bo'ldi. Savolim bor yana sizga aka. Misol Sejong to'playdi yenidan turadi, bo'y soha bo'yicha. Nimaga siz aynan business administration yo'nalishini tanlagansiz? Zo'r savol. Xo'p, IT sohasiga juda qattiq qiziqardim. Shu soha bo'yicha ketadi. Lekin men Koreyaga kelguncha 2 yil harakat bo'lgan. 4 marta imtihon topshirganman. Bir marta Solbech, bir marta Wusun universitetiga topshirdim. Hammasi rejaga, hammasi in-house IT sohasiga ketgan. 4 mingdan tepma 4 ming bo'ladi kontrakt. Grant bilan. U full kontrakt. Full kontrakt.
O'zi qarayapman, o'zi ancha charjat qo'ydim. Hech marta ham banshot qildim. Bir kunlik o'zi Toshkentga borgan 300 ketar. Bordik, bir kun yotib qoldik, bir kun banshotga o'zi. Banshot tushunishadi menimcha ham nimaligini. Bankka pul qo'ygan o'sha ketar. O'sha ancha-muncha pul sarflab qo'ygan, 2 yil oldin. Uydagilar qiynalib kelmagan. Gaplashganman bilan, konsalting bilan shunaqa men biznesga topshirib, aql olib o'zgartirib olsam bo'ladimi degan. Ha, lekin siz qiziqishingiz kompyuter, IT. Lekin konsalting ham maqsadi o'zi. Tez chiqarib, tanni qizib olsa bo'ldi. Koreyaga qilib qo'ysa bo'ldi. Ha, aytgan so'joyinga sejoy degan, ha, biznes ham bo'ldi, zo'r. Yorboradi, Seulda joylashgan. Kelishdan oldin, demak 2 marta hali arkka solgansiz. 4 marta. 4 marta elchixonaga hujjatlar kirgan. Yo'q, elchixonaga kirmasdi, o'sha universitet o'zidan qaytyapman. Ha, universitetda o'zidan. Ya'ni moliya tarafidan bo'lyapti. Yo'q, tam aylanib qolyapti, karantin payti bo'lib qolyapti. Demak, hali elchixonaga kirish uchun baribir banshot qo'yish kerak. Lekin universitetga 1 kunlik. O'shani o'zim ko'p qo'yganman. O'sha paytda hozirgidaqa vaziyat emas, hozir boshqacha bo'lib ketdi vaziyatlar. U paytda Bizi paytlarda boshqa edi. hozir misol adashmasam 1 kunlik banshotlar o'rtacha $50 yo $60 ham topsa bo'ladi. Nech puldan qat'iy nazar. Ha, ba'zi bir konsaltinglar bilan Konsalting o'zi shunaqa odamlar. Aytyapman, ba'zi bir konsaltinglar bilan teknik qo'yib beradi. Ya'ni o'zini ishchilariga. Yo'q, ishlariga emas. So'zim shu konsalting tanlagani uchun. Ya'ni firma to'lovchilar bo'ladi. Ya'ni firma to'lov qilasiz konsalting. Firma to'lov. Endi misol konsalting degan narsani mashhur bo'lib ketishga Koreya sababchida. Bir tomondan o'ylab qarasan. Ya'ni konsalting degan narsani O'zbekistonga kirib kelib mashhur bo'lishiga mumkin. O'zi konsaltingsiz ham kelsa bo'ladi. Konsaltingsiz hujjatlar, siz misol konsaltingsiz shunday hujjatlar topshirgansiz. Yoki qarang, mana siz konsaltingsiz topshiryapsiz, aytaylik. Sizda banshotni bitta odamga qo'ydirasiz alohida pul, to'g'rimi? Ya'ni grant tutishingizda muammo bo'ladi. U konsalting hamma hujjatlaringizni tekshirib, ya'ni u bitta qo'ldan o'tmaydi. 3 ta qo'ldan o'tib, bir rivojdan boriladi. Konsalting 100% nazorat emas. Sababi siz o'zingiz topshirib qilgan rasxoddan ko'ra kamroq rasxod qilasiz konsalting bilan. Lekin uni o'sha kamroq rasxod qilganingizda konsaltingning foydasi bo'ladi. Yaxshi o'tishibdi. Endi bu ham ishlardan endi reklamasini qo'yishingiz mumkin. Keyinroq. O'sha uchun nomini indamayapmiz. Hozir yozaverasizlar. Kommentga topganlarga sovg'a bor. Qaysi konsalting haqida gap ketayotganini, keyin konsalting bilan topshirish bilan o'zi topshirganda ko'proq risk kattaroq bo'ladi. Buni aytish kerak. yaxshi o'qitishibdi. Endi video qo'yilgandan keyin 1 oy ichida ashmashi ishlayotgan konsaltingning nomini eng kim ko'p like etsa qandaydir bir priz qilib berishimiz kerak obunachilarga. Yo'q, hozir prizlarlashtirib. Yo'q, oxirida ham priz qilishimiz kerak. Bular taqa topadi hozir. Taqa topadi. Bitta topadi. Bu narsa bo'lmaydi. Yozishganda kimdir hamma yozganingizda kim ko'p like etgan misol. Bu yozgan odam 100 ta ekdi. Aytaylik, siz ham konsalting bilan kelgansiz, siz ham konsalting bilan kelgansiz. Men konsaltinglar bilan So'mkalar. Shu uydagilarga qanaqadir og'irlik tushmaslik uchun biznes administratsiyasini tanlab keldim. Maqsadga qarab ketilyapti. 2 yil o'qigandan keyin o'sha biznes yo'nalishidagi eng muhim fanlar bitirganingizdan keyin sizda tanlov bo'ladi. Ikkinchi sohani qo'shib olsangiz bo'ladi. O'sha men IT sohasini qabul qildim. Endi Xudo xolasa bitirsam, talabga javob bersam, Xudo xolasa 2 diplom bilan bitirsam. Ya'ni asosiy sabablardan bittasi boshqa sohalardan ko'ra biznesda kontrakt kamroq. Shu to'g'ri. Hozir men Endi nima bilasizlar, siz double major qilib olgansiz, ham biznes ham IT. Ya'ni 2 ta diplom bilan bitiryapsiz, ham kam kontrakt to'layapsiz IT ishlarga qaraganda. Tam sistemaga bitta error tushib qolgandan. Shunday bo'lasiz. Bunaqa sistema buzayotgan odam. Sizga o'xshaganlardan ko'p. Fizika ko'payapti. Bilishyapti. Chunki men video qilyapman. Bilishyapti. Bitta qo'lda tugmas chiqadi. Mana bu oramiz. Shunaqa ma'lumotlar haqida qiziq bo'lsa, bizni kanalga o'tasiz. Shunaqa ma'lumotlar kerakki ketiryapti. Berib boradi. Nima qilishni boshlayman shunaqa. Odam o'tarkan. Shu demak bitirganda ham business administration ya'ni MBA lekin ham IT 2 ta diplom berdi. Xudo xolasa. O'sha narxga, o'sha kontrakt, o'sha biznesda narxi. Universitetdan keyingi kelajaklarga bo'ladi. Aytaylik, bakalavriat bitirdingiz. Nima rejalar bo'lmoqchi?
Yo, magistrda o'qish ham mumkin yoki bakalavriat adashmasam ish topib, ishlab qolib, masalan tashlasam bo'ladi. Oxirida gaplashdim. Zo'r tanlov o'qibsan dedim. Nima degan Koreyadagi odam necha yil yashagan, o'zi ishlayotgan. Zo'r tanlov o'qibsan, biznesda o'qib bitirganlarga ish yo'q dedi. Aslida shunaqa. Keyin ITda olganim shu foydasi bor. Lekin endi ITda o'qiyapsan dedi. Magistrga topshirgan payting уже 100% scholarshipda o'qiysan, senga stipendiya to'laydi. Esa arab davlatlariga topshirsang bitta ham shu imkoniyat bor dedi. Ular xato ish qilmoqda. Ya'ni O'g'ron imkoniyat yo'ldan yurib, bitta yo ikkita diplom. Haligi o'sha yilda o'zida primoy artiga kelib qolganda boshqa vaziyat bo'ladi, ya'ni shu proses surilib biznesga kelib qolib, ya'ni Bu ham omadlilar ichidan chiqqan bitta odamda omadlilardan. Tam shunaqa nimalik eshitdim. Men o'yladim, shuni double veb-saytdan topshirib qo'yasizlar. Men ikkinchi major qilmoqchiman. Topshirib ular ko'rib chiqadi, fanlar qanaqa darajada o'tgansiz. Men kelgan paytim IT sohasini bitta olib o'qib qo'yganman, men epli olaman. Ularga ko'rsatish maqsadida. Bilmasdan turib. Bilmasdan shu prosta qiziqib olsa bo'larkan. O'rtada chunki shunaqa o'rtadagi fanlar bor. Hamma fanlar bitta qo'shilgan. O'sha olish majbur. O'sha ITda yengil fanlar bor edi. Bu test rejimida student qanaqa qabul qilyapti. Men o'sha fanlarni o'qib bitirgandim. Ulardan yaxshi natija olganim uchun men bilan bitta teng davraga topshirdik. Bu bola ITda reject oldi, nimaga? Adashmasam, uni GPS yetmadi. Ya'ni uni bahosi desek. U adashmasam ITda bironta fan olib isbotlamagan. Adashmasam shu. bunday qilish kerak. Chunki bolalardan kimdir iqtisodga topshirib, hech bo'lmasa iqtisoddan bitta fan olib, yaxshi bahoga bitirib ber degan. Double pay. Mana nima uchun Kyuxi universiteti vodiyliklarni qabul qilmaydi. 6 oyga salinda ishlashning foydasi. Konsaltingda, konsalting. Itam shunga men shu universitet. Ha, shu konsalting narsa aytib ketdi. Aytaylik, qanaqadir manzilga bormoqchisiz, uzoqroq. Mashinada iloji mashinada yurish kerak qanaqadir texnikada. O'zingiz minishni bilmaysiz. Yo'q, konsalting. Lekin minishni biladigan odamni olsangiz, Ko'proq keskash emas ekan, bo'lmaydi. Shu men universitetda yo'nalish Ha, keyin yana bir so'z to'xtang. Grant yutish qanday bo'lgan? Ya'ni o'qish, work balance birinchi shu grant saqlab qolish, ya'ni yerda tanishib bo'ldi, primoy kelib olgan, yo ishlash kerak, yo o'qish kerak, ba'zi shunaqa. Ish tanladi, o'qishdan F olingan, boshlangan 0% grant yutgan. bu if yaxshiga bormaydi. Bir kimat ogohlantiradi bilasiz. Endi bularga ham tushuntiraylik. O'zbekistonda sistemasi bilan Koreya butun dunyo sistemasi A+ dan boshlab F gacha olinadi. A+, B+, C+, C. Raqam emas. Raqam emas, harf bilan beradi. Harf keyin qaysi? F degani fol degani. Ya'ni yozib 40% bilan tuzatishni oxiriga. Shuni qanday saqlab qo'ygansiz hozirgacha? Ima birinchi kelgan 30% bergan. Ima aytib beraman bitta o'yroq. Biz chet elda o'qishga kirish muammo emas. Chet elda o'qish tugatish muammo. O'qishga kirish muammo. Bu eng birinchi tushuncha. Kirish muammo chunki men Alisni ko'rsatganman. So'z aytadi. Insho yozib berganman. O'sha paytda lekin insho yozgan Suhbatdan o'tasiz, so'z. Suhbatdan bo'lgan. O'ting degan rahmat degan. Shu yo dokumentga o'tgan bu yoqqa kelganingizda o'qishni olib ketish qiyin. Chunki o'sha o'ziga yarasha bosim, o'qish sistemasi har xil. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, biz O'zbekistonda peshanangizga turadi, o'qi. Yoz, qara, to'g'ri keyin. Bu yerda hech kim sizga professor kiradi, darsni o'tib ketadi. Soqolingdan mandi. Bu yerda naqa yo'qda, sizga hech kim majbur emas. Biz bolalar shu o'zbeklar shuni qabul qila olmaydi. Bir orada shunaqa post ham chiqarildi. Biz ular xato qilmayapti, biz xato qilyapmiz degan post qo'ygan. Ya'ni biz bolalar nol uradi, qara hamma nolyapti. Yaxshi emas, bu yaxshi emas. Bularda o'qish sistemasi shu sizga tushuncha beradi, qiziqyapsizmi, ham o'zingiz research qiling. O'zingiz bilan yo'l topib, professor sizga eshikni ochib beradi xolos. Ya'ni Koreyada top 1000 talik universitet bo'lgan taqdirda umuman miyasini ochib tiqib qo'ymaydi. To'g'ri, ya'ni o'ziga sal eshik ochib beradi o'zi. Agar kimni kutubxonaga kiradi, darslar o'tirib ko'rsa, alohida kurs olib o'qiydi, ya'ni o'sha soha bo'yicha. Men ko'raman, yana onlayn dars olib o'qiydi. Ya'ni bakalavrni bitirdi degani u yaxshi kadr bo'ldi degan ma'no emas. Demoqchiman, o'qish sistemasi tushunib olish kerak. Bu yoqqa kelib shu yo'nalishni tanlayapsanmi? Masalan, chet elda tanlayapsanmi? Oson bo'lmaydi. Biznikilar
Bunaqa ekan. Kasbiy ta'lim ekan. So'ramayapti-yu bu. So'ramayapti. Shunaqa bo'lganda biz bolalar so'ramayapti-ki, o'qish tashlab yuborsa, ko'chirib yuborgan, qaytib keladi. Majbur universitet. Shu universitet. Sabab nima? U o'qish sistemani yomon deb, yo'qsa tushunmayapsan sistema. Bu yerda hech kimga majbur emasdan. Professor shunday kiradi. Yo'qlama qilsa qiladi, bu yerda o'zi yo'qlamay olmaydi bilsangiz, hamma o'zi uchun o'zi javobgar. Darsni o'tib ketadi. Bu yoqda siz o'zingiz uchun o'zingiz kurashasiz. Ya'ni qiyinchiliklar yetarlicha imkoniyatlarga kelsak. Xullas, mana yaxshi 30% grant bergan. Kelganda shablon sizning emailingizga yoki siz o'zingiz shaxsiy nimangizga, veb-saytingizga, portalingizga keladi. Shunaqa baholar ushlab yursangiz, sizda grantingiz bo'ladi. Biz universitetda 3 GP ga 20%, 3.5 ga 40. Agar siz adashmayotgan bo'lsa 3.6, 3.7 da 60 bor. Keyin 4.5 da 80-100. Maksimal 4.5. 4.5 maksimal. Bu degani sizga 5 baho. 100 ni hammaga ham bermas ekan. Misol 100 ni misol siz ham 100 oldingiz, 4.5 men ham 4.5. Lekin sizni menda 5 ta fan bor, sizda 6 ta fan bor, sizga beradi. Chunki 100 bir 10 tacha yoki umumiy universitet bo'yicha qanaqadir limitga ega. 100 oldingiz bo'lmayapti. Maksimal Lekin men 100 Ya sababi albatta universitetlar xususiy, ya'ni universitet byudjetiga tushish kerak. Hammaga 100% grant beraversa ham universitet bo'lishi kerak. Lekin men xursand bo'lganim 100 olgan o'zbek bor, o'zbeklar bor. 2006, 2005larda men ko'rdim hali. Shuni yaxshi ko'rsa yaxshi o'qiydi. Kim oldi o'zi? Tur yarim kim keladi? Tur yarim o'sha kelgan, men xursand bo'ldim. Men endi qanaqa odam bo'ladi? Men yaqinda o'zi 40%, ushbu paytgacha 20%, 30% o'sha kelganman. O'sha yaqin 40 ga yaqinlashdim. Tushunmaydim. Bular 80 o'sha yerganda. Ancha sizlar, men o'zim topayotgan bo'ldim, ancha qismini o'zim saqlab qoldim. Mana semestr. Tam masalan beraman. O'qishni yuplasa bo'ladi-da bu yerda. Ya'ni yana bitta savol, o'qishda ya'ni fokus ko'proq o'qishga qaratib turib, ya'ni grant yutishga qaratib turib, shu grant yutib, ya'ni bizda ishlashdan maqsad asosan kontraktni to'lab, shu yerda o'zini qoplab yurish. Ya'ni shu o'qib turib grant yutib, buni ishdagidan ko'ra, ya'ni teng hisobda shu foyda qilsa bo'ladimi yoki? Foyda qilsa qanday bo'ladi? O'zi uchun Misol uchun oyiga 2000 topdi. ha 3 oyda 6000. ha Yo, 1000 dan topdi deylik, 2000 topolmaydi. Oyiga $1000 topdi, 3000 topdi. 3000. Endi o'sha $3000 kontraktni ba'da grantdan yutsa bo'ladimi? Ular fokus qilib faqat o'sha qaratib, ya'ni ishlab to'laganda o'qib turib pulni to'lama, o'qi, o'zingga bilim ol degan ma'noda tushuntiryapti shekilli. hop, men o'z bitta misol bilan aytib o'tdim. Bir kuni Rizvonda turdim, do'konimizda. Bitta bola keldi. Reklama. Tut degan yozib qo'yiladi. Ishxonada ko'rdim. Bitta bola keldi. Aka siz qancha olasiz bu safar? 40 dedim. Dedilar, siz desam 60 deyapti. Nimaga u 60 ga haqi? Nimaga shu paytga chaysam 100 ushagan. 60 bilan Vonda ketdim. 800 yevro bilan qancha to'layapti? O shunga deyapti. Birodar, men shuncha yil davomida men deyishim kerak. agar shunday bo'lsangiz, kontrakt to'lash haqida videomiz bor, YouTube kanalga bemalol tomosha qiling. Yoki mana bu yerga qo'yib qo'ysa bo'ladi. Mana bu yerga. Shurayli o'rtada turadi. Xullas, bu haqida ma'lumot bor. Xullas, ma'lum. Normal summa to'lab kelganman, u ana shu summaga siqilyapti. Demoqchiman, u avval bu gap aytishni maqsad bolalarga fokusga qarasa 1 million bor, ya 8 ming bor, to'g'ri. Kam pul emas, lekin shuncha pulni topsa bo'ladi. 2 oy ichida. 6 oy ichida. 6 oy ichida topsa bo'ladigan summa, ya'ni doimiy ishingiz bo'lsa, xudo xolasa topsa bo'ladigan narsa. Doimiy ish bo'lmagan taqdirda ham 1 million 6 oy ichida topib, zato fokus o'qishga qaratilyapti. Masalan, IT-ni yaxshi mutaxassis bo'lib chiqyapti. O'qiyapti. Avvalo agar GPA ushlasangiz, siz yaxshigina nima saqlab qo'yasiz o'zingizga. Endi yana ko'p talabalar, ya'ni topshiradigan talabalar savol berishi mumkin. Aynan IT yoki ya'ni biznes sohasi, aynan Sejong universitetidan siz 2 yil o'qigan odam sifatida tavsiya berasiz. Xo'p, birinchi o'rinda men hammani sharoit qilib maqsad nimaliga qaratadi. Men kimda ishlagan kelsa ham bo'lmaydi, o'qigan kelsa. Universitetlarga kelsa maqsadingizga qarang. Rostdan, mayli, kurashamansiz, zo'r universitetlar o'sha yerga topshirib, chunki Seoul Nation'lar, ya'ni davlat tomonidan universitetlar top rankda turadi, ham arzon katta.
lekin o'ta yashab qolgan. Mana shu tarafim edi bu farqli. Ya'ni o'qib qolish ham oson emas, competition qattiq. O'sha universitet topshiring. Endi bitta ekzamen aytaman, o'ta qiz kelgan. Tam o'zbekchani bilsa kerak, mana shu rus deb aytishdi. Tam biz bilan ingliz tili krugdagi international studentlar orasida competition, ya'ni o'qish davomidagi challenge, ya'ni musobaqa uncha oson kechgan. Men sejada bo'lgan o'qiy. Necha oy davomida karsni o'qib topib 3 oy karslar bilan birlashyapti hozir. Ya'ni raqobatdosh karslar. Raqobatlar, chunki biz kars fali olamiz, kars tildagi fali olmaymiz. U endi karslar bilan birlashyapti. To'piq uchta olib turib. To'piq uchta olib turib, o'sha tam siz universitetda fan tanlayotganimizda ingliz tiliga o'zgartirib, keyin fan tanlang. Unga farq yo'q. Agar maqsadingiz shunaqa challenge-ga bardosh qilgan desangiz, 3 ta qiling. Agar yo'q, men o'rtacharoq desangiz, ha. O'rtacharoq universitetda o'rtacharoq soha tanlang. Ya'ni siz so'raysiz, qaysi bir maslahat berganlar, maqsadingizga qarang. Men o'qiyman IT sohasi, ha. O'shanda O'zbekistondagi holatga qarang, yoki men qilgan ishni qilib ko'ring, kelib davr qiling, maslahat beraman. Sabab ancha so'm ishlatilyapti O'zbekistonda. Men ko'rdim, qo'llarni eshitdim. Yaxshigina pul ketib qolyapti. Maslahat beraman, uydagilar qiynalmasi kerak. Yaxshi. Yetarlicha xulos oldik deb o'ylayman. Endi nihoyat kutilgan. Eng zo'ri deyapman, aytib qo'ydim deb o'ylayapti. Magistrda ham aytgancha. Eng noodatiy bo'ladi, eshitmagan. Jizzatgan. Shaxsiy vertolyoti bor universitet. Samolyotini aytmayapsiz? Katta samolyotlar. Samolyotga ruxsat bormi? Vertolyoti borsa, samolyotga ruxsat bormi? Vertolyoti emas, vertolyotlari, samolyotlari. Hatto bo'lsa topshirsangiz vertolyotda sayr qilishga imkon topilishi mumkin. Bezini o'zi kiyib berasiz. Shuni plan qilib turibmiz. Xudo xolasa agar nasib qilsa, shunaqa universitetimizni vertolyotida bitta video qilamiz kelajakda. Harakat qilyapti shu borada. Endi shuni qo'shib ketdi, sizniki bir foizli, ya'ni Banshot talab qilmaydigan universitet. Ya bizniki Banshot hech narsa talab qilinmaydi. Prosta o'qisa, ya'ni biz qo'yganimizdan hozir protsessdan o'tilsa, ya'ni hujjatlari va suhbatdan o'tilsa bu. Dan o'tilsa keyin yashayversiz. Ya'ni Koreyaning o'zida ham ko'p universitetlar ID kartasini almashtirayotgan paytda bir kunlik Banshot qiladi. Koreyaning o'zida misol. 1 yilga beriladi ID kartani surogi, lekin ba'zi universitetlar, ya'ni Hanjin deb qo'yadi. Hanjin universitetlar bor Koreyada. Ularda o'qiyotgan talabalar shu hamma hujjatlarni yig'ib topshirsa bo'ladi, Banshot qilinmaydi. Ba'zi shunga kiradi, to'g'ri. Men Hanjin guruhiga kiradi. Lekin misol Sojong, lekin Sejong ham sizlar hozir o'qiyotgan Kaspitan Sojong universitet Hanjinga kirmaydi. Misol siz bu yaqinda kelgan bo'lsangiz, keyingi yil shu paytda ID kartani cho'ziladigan paytingiz bir kunlik Banshot qo'yishingiz kerak, nechidir million bu ko'rsatib berishingiz kerak. Xo'p, boshlaylikmi hozir nimasini? Hozir tez o'tib ketib qoldik, vertolyotlarga. Men birinchi savol maydaman. Akam O'zbekiston bakalavrni ko'rgan, men Abdulloh Muhammadbek ko'rmaganmiz. Shundan boshlasangiz. O'zbekiston siz bakalavr ko'rgan odam sifatida, shu yerda ko'rgan odam sifatida shu paytda qanday kechgan davringiz bakalavr? Ya'ni nimaga shu bakalavrda o'qib turib kelgancha undan oldin imkoniyatlar bo'lgan bo'lishi mumkin, sizda kelishga, to'g'rimi? Imkoniyat bo'lgan ham, ya'ni undan oldin ayb solib turib kelish imkoniyati bo'lgan, lekin siz bakalavrni bitirib keyin magistrga sabab. Birinchisi nima bakalavr holati, keyin bu ish qilgan sabab shunday. Birinchisi nima uchun magistr, nima uchun Koreya, nima uchun aviation? Nimaga bu qanday bu? Siz birinchi navbatda inson yoshligidan beri qiziqadi-ku, misol siz ITga qiziqib, misol montajlarga o'rgangan, bir kompyuterni ochib, kichkinaligingizdan uyingizda kompyuter ochib o'rgangansiz. Misol mening uyimda yo'q edi, kompyuter tugul televizorimiz bo'lardi, u ham bizda bizda bo'lgan, mahallada. O'sha paytda telefonlar Nokia, umuman tushuncha yo'q. San'atasi bo'ladi, shunga qarab yozib qo'yganman. Endi hozirgi yoshlar misol tug'ilishi bilan qo'lda telefon tug'ilyapti. Men nechinchi yil aytyapman deyarli o'sha maktab paytlarida endi misol birinchi sinfdan bolalar o'zini tanigancha. Lekin qiziqardim, ya'ni aynan aviatsiya sohasiga, temir uchuvchilik sohasiga qiziqardim. Yoshligida qandaydir nima inson o'zida bo'ladi, tug'ma qiziqish bo'ladi. Ko'rib keyin qanaqa qilsam bo'ladi deb keyin shu o'zimizda Farg'onada akademiya litseyda men 2017 bo'lsa, 17-yili bitirgan bo'lsam, o'sha paytda universitetda Farg'ona davlat universitetining 3-soat akademik litseysi bor edi.
Shu aviatsiyaga o'xshagan bir narsa ochilib qolgan. Men bitirgan maktabda bitirgan yilim shunaqa bilmayman. Shunaqa narsa bo'lyapti-kan. Ya'ni biz bizni paytimizda maktabni bitirsa, faqat hammasi kollejga chiqib ketadi. Hozirga o'xshab 11 yillik yo'q. 9-sinf bitirdim, kollejga chiqasan. Yo kollej yoki akademik litsey. Men uni ham kollej universitet maktabimdagi psixologik ustozlar bo'ladi, aytgan tavsiya qilgan. Shunaqa litsey bor shaharda. Shunaqa ochildi. Sen topshirmoqchi bo'lsang, ochilyapti. Ochilyapti. Topshirib ko'rgandim. Biz bordik universitet litseyga borib ko'rsak, haqiqatda ochilyapti, lekin uni qabullari bu 3 oy oldin tugagan. Bola olib bo'lingan. 26 dona bolani ro'yxati tayyor. Ular topshirishgan, ekzamenlardan o'tishgan, jismoniy narsalardan o'tishgan, yugurish, hamma narsalar bo'lib, biz tugaganmiz. Boboligim tugagan. Keyin endi imkon yo'q, lekin bo'lyapti. Keyin men shaharga keldim, men litseyga topshiraman dedi. U paytda litsey hujjatingiz beksiz bo'ldi. Imtihon, hozirga o'xshagan imtihon degan narsa yo'q. Keyin topshirdim. Aynan aniq fanlar yo'nalishiga topshirdim-da. Aniq fanlar yo'nalishiga topshirdik. Lekin o'sha litseyda nari 26 ta bola bilan bir xil vaqtda o'qiyapti. Ya'ni o'sha yili kirilgan 2017-yil kirilgan, 2 yillik bo'lgan, 19 bitirish kerak. 19 bitirish kerak bo'lgan. Lekin o'sha bolalar bilan o'qiyapti. Bola formada kelishadi, o'zini harbiy formalar. Ya'ni men uchuvchi bo'laman, harbiy uchuvchi bo'laman. Harbiy. Fuqaro emas. Ular ham o'qiyapti. Ular faqat o'zini ularga alohida yotoqxonasidan birinchi etajda anaqa dahshatxonalar Farg'onada bitta, litseyda zo'r nima bo'lgan o'sha bitta. O'qiyapti keyin. Ular shunaqa bo'lib aviatsiyaga hozir qiziqqansiz. Yo'q, o'sha yerda ular ko'rganman, keyin Jizzax bizda o'zi bitta O'rta Osiyoda bitta Jizzax oliy harbiy aviatsiya bo'limi bor. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, O'zbekiston. Bitta o'sha javob beradi. Shu 5 ta davlat. Ularda yo'q unaqa harbiy uchish chiqarib beradi. Konkurensiya kuchli kirishga. Juda kuchli. Kuchli emas, juda kuchli. Juda kuchli. Chunki butun, biz o'zimiz O'rta O'zbekiston fuqarolariga alohida, qolgan atrofdagilarga alohida kvota bo'ladi. O'zimizga alohida ular qo'shilmaydi. Endi aytmoqchiman, ulardan odamlar kelib turishardi, qiziqtirib turishardi, o'rganib turishardi, qiziqib. Endi men ham o'sha litseyda o'qiyapman, faqat aniq fanlarni, matematika, fizikada o'qiyapman. U yerga kirish talabi ham anaqa. Matematika, fizika, jismoniy shug'ullanish, ingliz tili bor ichida. Shuna bo'lib qiziqib o'rganganmiz. Endi ular ham o'qiyapti, men ham o'qiyapman. Men ham topshiraman, ular topshiradi Jizzaxga, men ham topshiraman. Biz topshirgan paytingiz qayerda o'qining qizig'i yo'q-da. Просто ularga sal imkoniyatlar kvota bering. Qanchadir foiz ularga nechadir foiz beradi. Faqat bizlarning birinchi o'rinda jismoniy tayyorgarlik zo'r bo'lish kerak. Uchuvchi bo'lish uchun hamma biladi. Ikkinchi tomonda bilim, ya'ni matematikani qanchalik biladi, fizikani qanchalik biladi. Ishlarda bunaqa qattiq tekshiradi, sog'lig'inglar. Sog'liq juda qattiq tekshiradi. Yetib borgungacha u yerga shundan qaytib ketish nimangiz bo'lganda ham. Men qiziqqanimda shu darajada o'qiganmanki, ya'ni sportga ham olib ketganman. Bir vaqtda o'zida, ya'ni sportda ham formani ushlab turish kerak. Yetib borish uchun sog'liqqa e'tiborli bo'lish kerak. Sog'liq har tomondan, hattoki tishini tolasiga, tishini qiyshiqligigacha, qon bosimi, xullas hamma narsani shu yerda olib ketganman endi, ya'ni bu tarafda hammasi bir tomonlarga ketgan. Bu tarafda o'qish bor, ya'ni matematika, fizika, ikkita fan. Ikkita o'qish kerak. Ya'ni kirish uchun juda qattiq shug'ullanganman, qattiq unaqa qilganman, maqsad qo'yganman, boraman, oxirigacha borish kerak. Endi biz bitirgan yil 19-yil bitirgan bo'lsam, o'sha paytda Temurliklar maktabiga, Farg'onada Temurliklar maktabi bor, bizlarning Farg'onada eng zo'r Temurliklar maktabi prezident kelgan. O'sha yili anaqa bo'lgan. Nima deydi? Rekonstruksiya bo'lib, yangilar zamonaviy narsalar qo'yilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev prezidentimiz kelgan, tashrif buyurganda, u yerga hali muhitlarni ko'rib, ular bolalar shug'ullangan ko'rib, u boshqa, ya'ni harbiy litseyda u. Shaharda o'zi 4 ta litsey bor. 1-chi, 2-chi, 3-chi sonli va u litsey. Butun Farg'onada bitta. Unga kelgan, ular shu bolalarga aytganki, senlar qayerga topshirsang, qaysi joyga topshirsang, o'sha yili men 100% qabul qilaman, faqat imtihonga yetib borsin. Ya'ni kimdir bor Chirchiq oliy harbiy tankga topshiradi, kimdir Jizzaxga topshiradi, kimdir boshqa harbiy ichki ishlarga yo oddiy davlat. U bolalarga shunaqa shans bo'lganki, imtihongacha borsang bu. Men olaman, qabul qilaman.
Endi men o'sha paytga to'g'ri keldim. Ba'da maqsad bilan ketyapman, u yoqda bu ham qo'shildi endi. Ularning ko'pchiligi ham bu yoqqa boradi. Faqat jismoniy e'tiborga. Ular ketyapti, yo'lda ketyapti, sizga sumkalarni osib qo'ygan, endi yugur deyapti. Ular yugurdi. Ular shunaqa. Men maqsadim shu aviatsiya sohasiga qiziqib yoshlikdan endi omad bo'ladi. Litseyga kirdim, aytdi o'qidim, keyin yana boryapsan. Ular umumiy aytganda men topshirdim, hamma yo'lni o'tdim. Tumanda bitta medkomissar bo'ladi, Farg'onada bitta medkomissar bo'ladi, viloyatga chiqadi. U yerdan o'tgandan keyin Jizzaxga borib bitta medkomissar bo'ladi. Undan keyin Toshkentda alohida addushi medkomissar bo'ladi. 4ta chig'adan o'tsangizgina borib imtihonga topshirasiz. Imtihonga o'tasiz. Nechidir odam list. Butun 32 million aholi bitta joyga boradi. Qiziqadi. Men o'sha tumandan, viloyatdan, Jizzaxdan Toshkentga o'tib imtihonga boraman. Yetib borgan mashq qolgan. Yani juda qiziqib, ya'ni shu bosqichga keldingiz. Ha, ya'ni imtihongacha keldim. Faqat endi bilim qolyapti. Bilim bosqichi qolyapti. Ashna bo'lib bilim bosqichi qolyapti. Faqat o'shani o'tsa bo'ldi. Bu yog'i o'tgan men o'zim bilan shug'ullangan do'stlarim bor u yerda. O'sha klubda. Ulardan bitta donasi ashtigacha yetib bordi men bilan birga. Kirib ketdi u. Men kirolmadim. Men 20 ball yetmadi. Siz 20 ball yetdim. 120 necham to'pladim. O'zi standart u yerga yetib borganlar o'zi unchalik jismoniy shug'ullangan, bilimi sal pastroq bo'ladi. Lekin o'sha yili bari shu darajaga ko'tarildik, haligi Temurbeklardan ham 50 tasi yetib borgan. O'zi 100 nechta ham odam qabul qiladi. 100 nechta ham odam qabul qiladi. Butun o'zi yarmi o'zi Temurbeklar yetib bordi. Imtihon o'zi naqasi bor, listi bor. Imtihon baholari chiqqanda ham o'sha yozib qo'ygan. Prezidentning bunaqa qarori bo'yicha kirdi bu bola. O'sha tepadan sarlanadi. Endi haligi men bilan tayyorlagan bitta bola, hozir bu bola bilan aloqamiz uzilib qoldi, chunki harbiy ketgandan keyin uchuvchi tem bo'lib. Hamma o'zini karyerasi. Orada uchuvchilik anaqasiga agar sog'lig'i sal ko'tarilmasa, uchuvchi basib yonidagi texnika tushirib qo'yadi. Ya'ni shans beradi, sen shunaqa ekansan, texnika tushirasan deb. Ko'p bola texnika tushib ketadi. Ozgina davinasidan yo qandaydir o'zida kichkina zarrasi uchun ham tushirib oladi. Lekin men uchuvchilik darajasiga yetib borganman. Chunki o'rtasida shuncha odam bor, ularning hayoti u harbiy oliy aviatsiya bilmaydi. Shuna bo'lib qiziqib bordik. Shunchalik qattiq nagruska hech narsa ko'z ko'rinmagan. Ya'ni matematikani ham shu darajada qattiq o'rganganman, fizikani ham shu darajada qattiq o'rganganman. Qo'shimcha ingliz tilini oz-moz o'rganganman. Chunki asosiy matematika fizikani zo'r yechib qo'ysang, qolganlarni taxmin qilgan taqdiringni ham o'tasan. bo'lgan. Chunki bo'lganida chunki ballar ko'rganmiz-da, biz misol DTM topshirasiz-ku o'zingiz. Topshirasiz, balingizni ko'rasiz, u yerdagi o'tgan yil kirish ballarini ko'rasiz. U 5 yillikni ko'rasiz, aniq javob yetaman deysiz. Lekin taqdir taqozo qilib borib shuncha yil tayyorlanyapsiz, boshidan 3 yil, 4 yil to'g'ri, shuncha vaqt ketib qolyapti-da. Adashmasam Slovakiyada 1 marta imkoniyat bo'lgan. Hozir bizda 5 ta. 1 marta. O'sha yil o'talmadingiz, 1 yil o'zingiz ketdi. 5 marta, 10 marta sovsul. Endi yana risk qilgani balda endi o'zbeklarda gap so'zlari, mahalladagi nimalar, o'zingizda bosim bo'ladi. Men mahalla-kuy kaptish. Yo'q, qiziqmas deysiz aka, lekin qiziq, baribir qiziq. Ta'siri bo'ladi. Men uchun hozirgacha ham odamlarni chunki men qilayotgan ishni u ko'rmaydi, mahallangiz ham ko'rmaydi. U qanchalik siz nagruska bilan hozir karyera ham siz men bu qayerda nima qilyapsan hech kim parda orqasi narsani ko'rinmaydi. Ya'ni aytganida, hozirga aytganda, ota-onaga hamma narsani ham ayta olmaydiganida, biz ham faqat yomon taraflarini ham ko'rsata olmaymiz-da. To'g'ri. Shunaqa bakalavriga ham kirdingiz. Bakalavr kirmadi, menda yo'q, yiqildingiz уже bir vaqtim bor, stress bir oydan keyin biz paytimizda uni nimasi ertaroq bo'lardi. Iyunda imtihoni bo'lardi. O'talmaganlar davlatga avgustda topshiradi. Ya'ni sizga bunga oldinroq topshirasiz, o'talmasiz bunga bir oy 1,5 vaqtim bor. Ya'ni o'ylab oxiri shu oddiy. Ana bilan topshirsa shu hujjatlarni topshirsam, aytdim, misol davlat universitetiga o'qiyotgan shu hujjatlarni topshirasiz, imtihonga borasiz, o'tsangiz bo'ldi, kirdiz talabasiz. Men 100% bilaman. Shuni bor topshirsam, matematikani fizikani urib chiqaman. Men ko'zim yetadi. Topshirganman matematika sohasiga o'qib. Aynan O'zbekistonda yo'q bunaqa aviatsiya sohasi, bitta undan boshqa sindim. Endi bakalavr sindirishdi. Xullas bakalavr topshirdim.
qabul qilindi shu 120 baratır. 119 olgan. 119 bilan kontraktga qabul qilingan. Keyin ha bo'ldi dedim endi. Qayta yana hozir agar ortga qaytsam, yana 1 yildan keyin yana xuddi shu sistemani boshqatdan yana boshimni o'tkazishim kerak. Men unga chidamadim. Bazali. Bo'ldi, to'xtadim. Menga shu yetadi. It is enough dedim. Endi bo'ldi, bakalavriat topshirdim. Keyin bakalavriat davomida sinfdoshlarim bor edi. Bu yerga Koreyaga kelishgan, Koreyada ko'rsatishardi. Ishlashi, o'qishi, haftada 1 kun o'qish bo'ladi. Ko'p universitetlarda ba'zida 2 kun bo'ladi. Shunaqa qilib keyin 4 yil davomida o'qidik. Orada ingliz tilini o'rgandim. Aviatsiya sohasiga qanday kirib qoldi Koreyada? Shuncha yana qiziqishingiz bor aviatsiya. Ya'ni bir marta bu sohadan qaytgansiz. Endi yana Koreyaga shans ochilyapti-da, o'zi Koreyaga kelishcha qiyinroq. Ochilmayapti, men o'zim plan qilyapman. Ingliz tilini o'rganishim kerak. Ingliz tilini o'rganyapsiz. Yana shu sohaga kelaman. Orzular sari deganda yana shu. Baribir shu sohaga sohani odamman. Yana sumkalar taqilish boshlanyapti. Va'da Koreya degan sumka, uchuvchilik. Endi aynan uchuvchilik sohasi. Universitetdan topib qo'ygansiz. Universitetda Konsaltingga borsan. Konsaltingga borsan. Yo'q, resurs deganman, universitetlar bor resurs qilas, lekin bu yerdagi ba'zi universitetlar faqat konsalting orqali qabul qiladi. Ya'ni o'zingiz shunchaki hujjatlarni topshirsangiz ko'rib chiqishmaydi. Shunaqa joylari bor, shunaqa shuning uchun iloji yo'q. Konsaltingni reklamasida kelgan. Men o'zim bitta bu aynan aviatsiya sohasini o'qitadigan Koreyada adashmasam 5 ta yo 6 universitet bor. Masalan, Inha, Korea Aerospace. Inhali ham qanaqa bo'limi, aynan shu sohani o'qitadigan bitta Korea Aerospace universiteti shu hamma narsasini ichida o'rgatadi. Ya'ni injenerlari bor ichida. Faqat bitta narsaga ixtisoslashtirilgan. Ixtisoslangan, faqat aviatsiya sohasida ixtisoslashgan universitet. Tushunarli. Keyin 4 yil davomida ingliz tilini o'rganib, research qilganman. Aynan shu universitet borligini bilganman. Prosta unga topshirish prosesida men topshirsam hujjatlarni qabul qilmasdim. Aynan konsaltingni topshirsangiz, konsaltingda qaysidir odami bitta universitetda bor. Ya'ni connection bor. Ko'proq yaxshiroq bo'ladi. Ha. Agar men ham konsalting topsalaring, qaysilarigini o'zimni prezim bor. O'zimni Bitta kamni tanishlari yozmaydi. Yozmaydi. Ayni istagan odam bo'lsa bo'ladi, faqatgina o'sha, ya'ni u shart, shunga yarasha shart chiqaramiz. Uzayib ketdi, lekin men bor. O'sha haqiqatdan qiladi, lekin zo'r chiqyapti. Tam o'z Просто men hayotim bo'lib qoldi aslida. Qanday qilishmoqmi? hamma o'zini hayoti. Mana shu qilsa, necha yillarga hatta bo'ladi ham bilmayman. Whatever, o'zimiz uchun, eng kamida o'zimiz uchun ish qilyapmiz. Men endi bu planlarimdan ham biri, misol bu soha aviatsiya sohasi kamyob sohalardan biri, ya'ni O'zbekistonda yo'q. Bor deyarli kam. Yo'q, misol trening markazlari bor-da, Toshkentda. Aynan trening qilinadigan markazlar bor. U yerda ham biz qaysidir odamlar orqali kirasiz u yerga. Lekin Koreyada hujjatlaringizni topshirasiz. Men birinchi nima ham zo'r bo'lgan. O'zbekistonga borganda biz mana shu hozir magistratura o'qiyotganmiz. Birinchi qabuldan bizmizda. Bizdan oldin magistr yo'q. Biz bitirib chiqamiz. Bizda orqadagilar bitirib chiqadi. Ya'ni omad kelib qolgan odamlardan endi, ya'ni suhbat bo'lgan, suhbatdan shu topshirib Toshkentga borishga albatta universitetdagilar. Endi nimaga magistr? Magistr o'z bakalavriatni o'zim topshirdim-ku. Endi bu yerda singandan keyin singan demaydi. Bu yerda singandan keyin Sizdan bo'lgan. yo'q, aylis shuning uchun ingliz tili yo'q. Endi 4 yil davomida o'rgangan. Universitet davrida aylis olib turib, keyin bakalavr. Bakalavr o'qishim kerak bo'lgan, iloji yo'q. Endi uydagilarga shuncha o'qidim, shuncha harakat qildik, shuncha summalar ketib qoldi. Chunki oson bo'lmaganda shuncha u harbiy narsasiga ham ko'p hujjatlarga ishlanib, hujjatlarim stol ustida bo'lganda mashqcha bo'lganda. Mashqdan mashqgacha bo'lgan. Hujjat taklif. Unga borib, bunga borib, qayta harbiyga shunaqa. Endi e'tibor bergan bo'lsanglar, gapini boshida nokanor reklamasi ketdi. Hamma qiziqqan joyga keldik, ya'ni chiqimlar qancha ketdi? Rivojdan boshlasak. Yo'q, hali men magistratura o'tganimiz yo'q hali. Ya'ni savollar bor. Savollar adish savollar keladigan joyda hozir bushga tushaman. Rasullarni kutadi ular hali. Yaxshi, qo'yamiz. Biroz men qiziq bo'lgan misol siz
aerospace sohasida harakat qilyapsiz. Endi nimadir kutganingizga chiqdimi o'qishdan, o'qish tizimidagi ma'lumotlar olayotgan bilimlar. Endi universitet haqida so'rayapsiz. Endi universitetga keldik. Birinchi kelganimizda haftasiga 2 kun bo'ldi. Ya'ni bizga bu yerda magistr uchun bitirishingiz kerak bo'lgan norma bor edi. Mana shu narsalar, mana shu fanlarni emas, mana shu kreditni o'qib berasan, senga diplom beramiz. Siz aytganingizdek, mana bu senga yo'l, mana kitob, mana o'qiysan, diplom beramiz. Bo'ldi. Liboy yo'ldan olib turib, mana borib berishing bo'ldi. Ma'lumot uchun bir qanaqa bitta fan necha bir kreditga teng. Kredit ham bitta ham 3 kreditga teng. Bitta ham 3 kredit. Siz uchun qanaqa bo'lmasa 130 kredit, 60 kredit deb aytilganda. Ha, 30 kredit bizga magistrlarda ko'p universitetlar Koreyada 30 kredit. Bakalavr necha kredit? 133 kredit 4 yilga. 4 yil. Endi meniki o'sha, mana o'sha 2 bo'lib ketib, davlat mezonchasida bo'lib ketadi. Bu bitta soha uchun 133, 143 nafa bo'ladi. 120 atrofida bo'ladi, asosan. Kasb ta'minotga necha kredit bergan bitirish uchun? Biz universitetga boramiz. Yo'q. Kelamiz. Bormi? Aytgan. Bizda fan beriladi. O'sha sinf qilinadi. Misol bakalavrda sizlarda ham sinf, lekin bakalavrda sinf bo'lmaydi-yu. Hamma fanda o'qiyveradi. Bizda bitta sinf, misol 40 ta bola bo'lsa, 40 ta bola imtihonga kiradi. O'sha fanni o'qiydi, yo'q, dars o'tiladi. O'sha dars o'tiladi. Bu shu semestr yopiladi. Agar F olsa, keyingi semestr ham o'qish kerak. Yoki qachon o'qib berish kerak. Scholarship degan narsa yo'qlar. Yo'q, bor, to'pga yo'qsa. Ya, umuman bular o'zlari talab berar ekan. Xullas, sistemasi oddiyroq. Qanday sistema? Sodda. Lekin bakalavr, magistr. Magistrda 30 kredit misol. 30 kredit yaxshi bo'y, normal. Ya'ni magistr degani o'zi bakalavr 4 yil O'zbekistonda umri, vaqti sarflab bo'lingan. Bo'lingan. Shuni narsa qiziqtiryapti hozir. O'zi adam 1 yil o'tkazsangiz bor. Yana 4 yil o'qidingiz. Demak, 1 yil o'tkazim yo'q. To'g'ri. Sorry. Ben 4 yildan bor. Hop. Endi 4 yildan keyin keldingiz Koreyaga. Yani u paytda qanaqadir hunaringiz bo'lganmi, ya'ni ish topishingiz kerak, koreysni bilmaysiz. Keyin uje yosh ham baribir 4 yildan keyin 18-22 yoshga kirib kelyapsizmi? Yosh ham kattaroq, 18-22. yosh ham kattaroq, ya'ni ish topib qanaqadir katta bo'lsa, 22 emas, 23. 23. Ya'ni shunga qanaqadir foyda keltirishingiz kerak-da kitobida. Ya'ni qanaqa o'tgan soha? Men tanishlarim bor edi bu yerda, tanishlar, sinfdoshlar, boshqa oshna-og'aynilar. Ko'p emasdi, lekin baribir yordam beradigan odamlar bor edi. Endi kelganmiz muhit hamma ko'rib turibdi, muhit qanday deganini. Birinchi biz ham arvoy qilganmiz, boshqa sohalar, birinchi chiqib ko'chada ish qilganmiz. Boshqa shaharlarga ketib boshqa ishlar qilganmiz. Shunaqa. Ya'ni moslashish hammada o'zi bo'ladi. Endi hammani aytadi, taqdiriga yozilgan bo'ladi deydi. Hammani o'zi taqdiri yo'li har xil bo'ladi. Hamma kimdir kelsa oshni ustiga kelib qoladi, kimdir kelsa sho'rvansiga kelib qoladi. Ya'ni men omad bilan misol bu universitetga qabul qilinishim ham omad topmagan, chunki 7 oy solganlar ham qolib ketishganda qabul qilmagan. Meniki o'zi 6 edi. 6 oylisida xolos. Endi 6 degani erishilgan. Chunki matematika, fizika o'qigan odam baribir ingliz tili faqat ingliz tili o'qigan odam bilan farq qiladi-da. Sizni magistratura holatidagi Koreya hayot. O'zi bu bola mendan Koreyaning universitet haqida so'radi. Nima o'zim javob bo'lyapti? Mana qiziq nima? Qanaqadir foyda olsa, kredit haqida gaplashib, yana pulga taqalyapti. Yana pulga universitetimiz haqida gaplashsak, yaxshi universitetimiz hozir Koreya universiteti butun misol Koreyani yerga yetishtirib chiqarib beradi. Ya'ni xodimlar yetishtirib chiqarib beradi har yili. Uchuvchilar deymizmi, yo stewardlar, stewardesslar deymizmi, injenerlar deymizmi, yaxshi misol ichida hamma facility qulayliklari bor, hamma narsasi yetarli, ya'ni yaxshi kadr chiqarib berish uchun yetarli, faqat bola o'zi o'qisa. Bola o'zi o'qisa, xohlasa. Unda bo'lmadi. Ya misol rekomendatsiyalar ham bor, misol buni qilishing kerak. Ya'ni yaxshi kelajagi bor. Endi hozir men o'qiyotgan soha, misol Business Administration in Aviation'da, ya'ni Aviation Management departamenti bizniki biznes sohasida, aviatsiya sohasida, ya'ni umumiy bizniki, ya'ni
umumiy olib qaraganda, biz hali bu sohada yangimiz, to'liq tushunmaymiz. Ya'ni MBA-ligini faqat aviationga ixtisoslashgan. Fokus qiladi. Ya'ni biz hozir universitetda olayotgan bilimlarimiz umumiy bilimlar olyapmiz. Ya'ni qanaqa nima, aviatsiya kompaniyalar, airlinelar, hamma narsani umumiy bilimlarni solishtirib, qanaqa transport o'tmayapti demak. yo'q, hozir bizga umumiy bilimlar beryapti. Endi shu semestrdan boshlab, chuqur o'zi 1 yil bo'ldi. O'tgan semestr boshida hammada kichkina farqlar, ikkinchi semestrda sal kirishlar, uchinchi semestrda sal kuchaytirdilar. Yani o'zini professorlari bizga dars o'tayotgan hattoki uchuvchilar bor. Uchuvchilar o'zi Singapurda o'qib kelgan uchuvchilar kirib dars o'tadi. Sertifikatlargacha bor. Ya'ni kamida 10 ta avia kompaniyalarda ishlagan ishlagan xodimlar dars o'tadi. Ya'ni bitirgan shu sohada misol 2001-yildan boshlagan bitta professorimiz bor. Shein degan 2001-yilda boshlab 2020-yilgacha 20 yillik tajribasi bor. U tajriba bilan universitetda bizga hozir o'sha narsalarni umumiy 20 yillik narsani kichkina dars o'tyapti. Ya'ni dars o'tayotgan professorlar professor emas, professor emas. Menga shu so'roq maza qilasiz. Maza qilasiz. Shu kitob o'qib bermaydi sizga. To'ppa-to'p shu. Boshida gazni bosasan, tormozni bosasan emasda. O'zi bosib ko'rganda u Bosib. Zaytirib qo'ymaydi-da odam. Tormoz boshida turgan gazni bosib. Lekin aynan shu sohani qiziq taraflari aviation sohasi, bu travel sohasida. Siz bitta joyda qolmaysiz. Butun dunyoni bilib olasizda. Amerikaga ketishga visa istoriya. Bizda do'st o'qiymikan? Darkan. Ya'ni 1% maishat talab qilmaydi. Darkan. yaxshi, lekin tavsiya qilaman, lekin qabullari ham degan joy bor-da, qabuldan o'tsa degan joy bor-da. Qabullarni ham suhbat asosida talablari. Bu ham aytgandek omad bilan ketmaganman. Omad deganda men shunchaki borib topshirib hujjatga o'tasan degan joy yo'q. Biz sababini qilganmiz, tayyorgarlikni ko'rganmiz. Aytyapman. Rizqiz qo'shilgan. O'zi borishganda Toshkentga alohida borishgan, suhbat qilganda Toshkentda qilgan, Andijonda qilgan, Samarqandda qilgan, o'sha butun O'zbekistonda suhbat qilib o'tgan bolalar 15 dona. O'shalardan bittasiz. O'shalardan bittasi. U hozir eski kirgan talabalar 15 tamiz. Hozir yana qo'shildi, hozir 24 tagami bor universitet. Demak, Koreya Aerospace universitetini magistratura bosqichini birinchi bo'lib tamomlayotgan sizlarmiz. Ha, biz bo'lamiz. Bizni guruhdoshlar. Birinchi Umid akamdan keyin boshqalardan. Yo'q, birinchi Muhammadiyda bo'ladi endi. Bu Muhammadiy qo'ygan. Yo'q, men lekin hozir bir yoqqa qilib ketilar. Dekan edit o'ylayapman. Yo, ancha qirq qilsa kerak. Necha pul kelganimiz? Magistr yopildimi hozir? Magistr temashi yopildimi? Yo'q, bittagancha bor, o'zidan savol so'rayman. Hop, savol o'zjon akamga. Siz hayotingiz, o'qish bilan hayot qanaqa ketyapti? Sizda o'qish kuningiz boshqacha. Umuman olganda boshda kelganimizda 2 kun o'qiganmiz. Ya'ni 2 kun o'qiysan, ya'ni haftasiga 5 kun dam. Ya'ni dam degani ham qolgan o'sha berilgan assignmentlarni topshirish, o'sha narsalarni ishlash, undan tashqari misol kontrakt bo'lib boshqa anaqa hayotiy narsalarni qoplash. Magistr umuman olib qaraganda kasbiy ta'limga o'xshaydi, lekin professionalroq. Ya'ni kasbiy ta'limda xuddi maktabga borib kelayotgan bo'lsangiz, magistrda chunki bosim kattaroq, kuch kattaroq, nagruza kattaroq. Shunaqa olib ketaman. Endi menimcha issiq joyga keldik, sizni kontraktingiz. Meni kontraktlarim o'rtacha hisobda 4 million 700 wonda hozir chiqadi. Dollarda bilmayman necha pul bo'ladi. Tayyorlab 4 million 700 won atrofida chiqadi, lekin har semestr o'qishingizga qarab sizga o'xshab semestr scholarshiplar beradi. Men o'tgan semestrda birinchi kontrakt o'qiganman, ikkinchi semestrga 30% scholarship olganman, 3 million 500 atrofida. 3 million 475 ming, hozir 3,5 million atrofida. necha GPA bilan? 417 bilan 417 GPA bilan 30% bergan scholarship. Ma'lumot uchun aytaman. 4,5 olish o'zi oson. 4 olish o'zi bu fantastika. Endi Agar 17 qo'shib qo'yadi, birinchi uydagandan keyin boshqalarni. anaqa ikkinchi semestrga, qishki semestrda ham 417 bor.
3 ta fan birinchi semestr o'qidi, ikkinchi semestr ham 3 ta fan o'qidi. Ya'ni 4-17 bilan, ya'ni u yana 30% berdi, yana xuddi shu kontrakt. Ya'ni 4 ga bo'lib to'laymiz, oyiga 857 mingdan tushadi. Bo'ldi. Dollarda $600 topsa kerak. Lekin Har oy. men eshitgan magistr qilmadi ancha. Magistrlar ancha qiladi. 8 milliongacha eshitdim. Shunaqa Koreyada nimada? Koreya deymiz, Seulda. Seul zonasida boshqa chekaralar. 2 kun deydi-yu. 2 kunda ham to'plash kerak. Qimmatroq. Endi qanaqadir umumiy savolga o'taylik. Men hop Men yozganman. Bitta oilaviy xarajatlar yoki yolg'iz yashash xarajatlari. Mesela oilaviy magistrdan yashab, davonlarga o'tib ketsa bo'ladi-yu. Bu alohida gaplashish kerak, boshqa mavzu qilish kerak. Viza. Hozir faqat shu bo'ldi-yu, kasbiy ta'lim bakalavr magistrga alohida nima qoldi? Shular bo'ldi asosan. hozir mana qilaylik. Umumiy tushuncha olishsinlar degan. Birinchi sonni chiqaraylik-da. Bundan keyin qanaqa komment bir menga qiziq. O'sha keyin mana haqida ham gapiraylik. To'g'ri. Birinchi fikrni bilish kerak, keyin shunga qarab aytamiz. Talabga qarab endi prosta tafani o'rtacha Hammasini gapirib tashlashsa, ya'ni sertifikat berib berib, kam-kamini tez-tez. Men o'yladim, ya'ni biz yig'ilgancha qilib bitta topik ustida yig'ilamiz. Faqat viza haqida gaplashamiz. Faqat hujjat haqida gaplashamiz. Davomga o'tganmiz. Oxir konsaltni chiqarib, ichiga berib olamiz. Endi tam soqqa temasi qo'yaylik. Kimga qancha ketgan? 100% detalmentchi ham siz bizda hisob. Koreyaga kelish uchun nech pul ketgan? Nech pul ketgan Koreyaga kelish uchun? Tekin kelganmi nima? Yo'q. Menda asosiysi banshot bo'lgan. Ya'ni shu 1 oy ichida 16 ming pul yig'olmaganman, keyin to'lab qo'ydirganman. 1400 ga 16 ming qo'ydirganman. Ya, u madrasmeni buncha pul uchun tashlaganman kelganman bu. Tushunarli. 3,5 ming bilan siz Koreyaga yetib kelasiz. Kasarting bilan, kasarning yordami bilan. Aytaylikmi, 4 ming ketgan deylik. Rostdan 4 ming ketgan, hisoblaganda 4 ming ketgan, Koreyaga kelib o'rnashib, yonimda $600-700 pul qolgan. Shu anda 4 ming O'zbekistonda chiqilgan, lekin o'rnash 4 ming bilan kaspitalga yetib kelgansiz. Ha, 4 ming bilan shunga kirib kelganmiz Koreyaga. Ya'ni 1 oy yashashga qanaqa summa aytasiz, nimaga shunaqa summa bo'lsa, orada bunani o'zim qilganman. Mana shu tarafdan aytib ketish kerak. Ja, ochib detalga ortib kelman, tog'am. U biznesda bor deyshadi. Mana manda bo'lgan shu uchun ketgan. Banshot aytish kerak. O'z asosiysi banshot, universitet kontrakt ketadi. Firma to'lovi bor. Keyin bilet, uy-joyga $1000 oladi ko'pchilik asosan. 1400 banshot, $1000 o'zi bilan olib kelish. Universitet to'lovi 500 ming won chiqqan. O'sha payt $450, $400. Jabazda. Kaspitalmi? Yetarli jabazda. $400. 2800 bo'lyapti shu bilan. Keyin nima qoldi? Bilet, alegasi xullas общий. 3,5 ming, 4 ming. Хорошо. Abdulloh. Universitet kontrakti oz bo'lganligi uchun 3,5 ming bo'ladi. Ha. Chunki $400 bo'ladi. Abdulloh. Endi asosan men ketadigan summa Alsimga bo'lgan, qolgani ishlamasa ham bo'ladi. Birinchi topshirganimda Alsim bilan marshrutka ko'proq summa ketib qolgan. Keyingi semestrda bo'ladigan bo'lsa, asosan marshut bilan bilet yotoqxonaga olib keldim xolos. Necha? Ya'ni общий hisobda bu semestr, ya'ni kelishimning o'ziga yonimda $900 pulim bilan 2,5 atrofida pul ketdi xolos. O'tgan semestrda ham qo'shganda, qo'shadigan bo'lsa, bu semestrda o'zida $2800 pul sarflab olganman. demak, o'rtacha hisobda siz konsaltingda ishlaganingiz hisobiga shunaqa bo'lishi mumkin. Shunday. Agar ishlamagan odamlar uchun o'rtacha hisobda kasbiy ta'limga kelish uchun, eng kamida 5 ming. 5 ming bilan $5,000 bilan Koreyaga kirib kelsa bo'ladi. faqat kasbiy ta'limga. Maksimalli kontrakti $2,000 bo'lgan universitetlarga kasbiy ta'limga $5,000 bilan kirib kelsa bo'ladi. Majal titaniy ishlashaman. Ha, Yo'q, men bu katta fantastik. O'zim aytib siz buncha ketgan, buncha. men 7 ming. 17 ming. 7 ming ketib qolgan. 7 ming ketib qolgan. Chunki men hajga pul berib, kontrakt qaytib olib, oradan $1000 yo'qotib, yana qo'shib, misol 2 marta, 3 marta, 2 marta firma to'lovi bor. Kontraktni 2,5 ming, banshotlar o'zim qilganman. Lekin pulli banshotlar bilan 7 ming ketib. Bank ko'p bo'lgan. Menga bo'lsa magistrga kelish uchun o'rtacha Muhammad Uyda magistrga kelish uchun qancha kontrakt ketgan? Agar savobchan o'qiysiz. Javob bering siz, javob bering. Anaqa
magistrga kelish uchun o'rtacha hisobda shu universitet kontrakti qancha? Necha pul chiqadi ekan? Hozir aniq eslolmayman. Ana qarang. 1800 atrofida chiqadi. O'sha paytda bitta Zosko ishib berganda 1800 2 million qancha ham bo'lardi adashmasam 50% kirishib bergan. Ya'ni 4700 da 50% berganda 1800 kontrakt, keyin o'sha bank shot unga to'lov, keyin yana bitta bizga kelishimizda biz konsaltingimiz bilmayman qanday narsa bo'lgan $600 o'qishga kirib bo'lgandan keyin qabul qilgandan keyin yana $600 qo'shimcha qanaqa to'lov bor. Servis qanaqa u servis fee nima aytsam kalay olgandan keyin CCPL. Yo'q, men jama qabul qilganman. Короче, hujjatga qo'yib qo'ygan aytmagan. Qo'yib qo'ygan oxirida o'qigan. To'ppa-to'g'ri. Teshib chiqsin. Men bilmaganman yani. Sen agar hozir qo'yib qo'ygansang, rosa qo'yib qo'ying, lekin o'qib chiqing degan bo'ldiga aytib qo'yadi. Konsaltingdagilar. Shuna joyi bor endi. Ya prosta nima? Uyda o'tirib, u hali kiribsizlar, ketgan. Men hali kirib qo'ydim bir marta. To'laysiz deb. Bo'lmasam sudga chiqarib yuboramiz degan. Konsaltingdagilar. men ham Короче, bilib to'lasam xafa bo'lmaymanmi? Papa osmondan O'sha men ham ular o'qishga kirib, vizaga topshirib, vizani olib olgandan ketishdan oldingi to'lov berdi. $600 berdi. Nima deysiz-ki, misol uchun mana boshlang'ich jamoat ogohlantiramizmi? Shartnoma olib chiqsin mohligacha. Ya'ni haligi joyda davom etyapti. Hujjatlarga e'tibor berish kerak. Bo'lmasa halol bo'ladi, tasavvur qiling. Bu tam to'g'ri ish emas menimcha. Men to'g'ri ish. Yo'q, mayli u nima uchun degan joyi bor. Xo'p, mayli, men to'layman, xo'p $600, $1000 $10,000 to'layman. Menga qanaqa foyda u? Men aytishgan, sen to'laysan shuni, sen Koreyaga borganda seni kimdir kutib oladi, olib borib joylashtiradi, universitetga tanishtiradi, keyin tashqi, misol ish-pishdan boshqa narsalarga yordam beradigan odam bor aytdi, odamlar bor. O'shanga $600 berasan, shunaqa qiladigan. Koreyaga kelganman, o'zimni qarindoshim kutib olgan. Qarindoshim emas, mahalladoshim kutib olgan. O'zim universitetga borganman, o'zim hamyod qilganman. O'zim boshqa u odam yo'q, hozir ham yo'q. Tanimayman odam kimligini. Iltimos o'sha odam bilsin. O'zi pul qaytarsin. O'rtacha hisobda menga bir 6,5 atrofida ketib qolgan. Chunki universitetimiz naqa bo'lgan uchun 6,5. so'rash kerak. Ya, prosta. Ular rasxot ustida turgan hammasini ko'rib ketadi. Ha. Uydagilar chuqur-chuqur nafas oladi. Hozirga 7,000 ga O'zbekistonda misol uchun normal bir narsa qilsa bo'ladi-da. Chunki 6,000 degani O'sha paytda. O'sha paytda hozir ham narsa qilsa bo'ladi aka. Yo'q, men ketdim. 6,000 7,000 biz kichkina aytibmiz, lekin O'zbekiston sharoitiga 3 million so'm oylik o'rtacha oylik shaharga bu summalar hamma aholi uchun ham kichkina o'xshab tuyulmaydi. Ya'ni bolasi dada $1000 bering, menga hujjat qilaman, $2000 bering, menga yoki menga o'rtacha hisobda 8,000 kerak ekan desa, Yo'q. ancha muncha Tasavvur qiling, 18 yosh bola keladi, dada, $1000 bering dedi, daraxat nimaga? O'zga topshiraman. Yo'q, og'zdan chiqib ketavergan ekan, men o'zimga shu pul topib, kadrlarni to'lagandan keyin. Koreyada, O'zbekistonda uylab ko'ring. Men o'ylab, tiylab yig'ilgan pulda. Tiyinlab yig'ilgan pulda. Men ham o'zim 2-kursdan boshlab ishlashga boshlaganman, shuning uchun 2-kursdan boshlab Tensiyalasizmi? Ikkinchi kurs. 2-kursda naqada O'zbekistonda bakalavr O'zbekistonda. Rasmiy ishlashingiz mumkin-da, 10 soat. Siz u qadrini tilab, yig'ib maktabni bitirib Men o'sha uchun magistr degani ham hali vaqt kelgandan keyin boshqacharoq fikrlaydi-da, ya'ni. Keyin orqada boshqacha narsalar yetib kelding, bu yoqda boshqacha. Ya'ni meni ham kelajakda planlarim boshqacha planlar bor, xudo xolasa. Ya'ni shu sohani O'zbekistonga olib kirishda, O'zbekistonda yo'q sohani kimgadir bir narsa o'rgatib olish bor. Birinchilardan bo'lib, tajriba olish kerak. Birinchi tajriba anchagina o'ziga olib, shuning uchun bu magistrga kelganlar ham agar yaxshiroq ishlasa, yaxshiroq o'zini ustida ishlasa, foydaliroq narsa qilsa bo'ladi demoqchiman. men haligi haqiqatdan o'ylayman, mana yoshligidan qiziqib shuncha bosqichdan o'tib kelgansiz. Ya'ni shu sohaga kirib keldingiz, xudo xolasa o'zini rivojlantirasiz, sizga ishonaman, rostdan, haqiqatdan. Sog' bo'lasizsiz. Xullas, endi tam maqta kriz voqealar bo'ladi Koreyada. Nima kulib o'rgansiz endi o'sha. Koreyada o'zi kelganga 1 yil bo'ldi. Ya, tam bir qanaqa voqea bo'ladi-yu, tam.
Koreyaga. Ha, Koreyaga qanaqa cringe voqea. Esalar bilan. Cringe degan o'zbekchasi nima? Tam kulguli. Kulguli. Yo'q, cringe emas. Degan. Haligi g'alati kulguli. G'alati qanaqa madaniyatga Yemay qolganda kulib olgansiz. siz kutmagan bir nima bo'lib ketdi. Ha, bilmayman deydi. Kutilmagan. Siz shu esda qoladi voqea. Haligi o'zi u misol bitta voqea bo'ldi, unga yig'lasangiz ham bo'ladi, kulsangiz ham bo'ladi, lekin siz kulib yuborasiz. Sizlar hali yangisizlar. Bu bola kelganiga 5 kun bo'ldi. Bo'ladi. Menda bir hafta o'ylab ko'rasiz-da, bu yoqda edi deb. Men yangi yeyapman. Kelib buni birinchi havosi bo'lgan. Moskvada bo'lgan dedilar. Qataman. Kerak bo'ladi. Qataman degan. Inchon aeroportida. Aeroportda hiddan boshladi. Iya, endi ayam sumkaga indamay bo'lsin haqida. Aeroport ichidagi sumka. Ro'ltira solsa, ro'ltin davlat deyapman. Ayam big bola soldi. Big bola ro'ltin solyapti, keyin baqa kelib shuni grant suvda qilib qaynatib ovqatlarni suvda bolaga bu suvda ichmang. Xavfli. Nima? Ichmang. Ro'ltin tuborga bir haftalik ovqatsiz deb boshladi. Ro'ltinga man chekyapman-da. Yesam bo'laveradi, ro'ltinni. Ashulagan suv, grant oqqan suv ichib ichib bo'lmaydi. Qo'shimcha juda ko'pchilik birinchi qo'shimcha joylashadi, masalan, depozitga o'zi 1 million ketib qoladi, 1 million turibdi, to'g'rimi? Menda shu bo'lgan, qo'shimcha. Shunday kelyapman. Biz akalar kutib olishgan, qo'shimcha joylashtirishgan. O'lchayapman, yoniga uzunligi 2 metr, bag'i 1 metr. 1.20 da, 1.20. Divan solishgan, kiyimlaydigan joy, aka 2 metrga 1 metr joy bo'lyapsiz. Shu tursa dars qilgansiz to'g'ri? Bu darbelar narsalar yo'q. Men bu tursa dars qilgan. Shunday yotaman, bo'y 180 oshiq. O'zida sen o'ngacha tepaga pastga borib bo'lmaydi. Bunday o'xshayotganda. Tepaga pastga borib bo'lmaydi-da. Oshib xursand bo'lmaydi. Undan tarafi deraza yo'q. Deraza yo'q. Kun chiqqan, kun botgan bilmaysiz. Men soatim 12 soatligida, hali 19:07 vaziyatda 12dan yana bir boshlanadi. Nima ko'ryapman bir kun. Bir kun soat 4 bo'lyapti. Voy, ertalab bo'lib chiqdi. Kechki payt. Nima ko'shonda hayron o'tibman. Minimalizm, mana shu kelganman. Xidi. O'shanda keyinlikda xabar yetganman. Uyda. O'ta zo'r yashash kerak. Menda O'zbekistonda keyin joylar. Biz hozir bitta odam yashaydigan joyda oila yashaydi. Shular ham baxtli deganman. Keyingi qadri bo'lgan. Borlari xonada uxladi deydi. Shu narsa Menda bitta zo'r bo'lganiga Chunchon shahriga borganmiz, Seulga yaqinroq Chunchon shahrida ishlayapmiz. Ya'ni ko'cha ishida ishlayapmiz-da. Doimiy ishladik, bir 15-20 kun, bir oyga yaqin ishladik. U kares boshda bir o'yin pul berdi, qolgan 20 kunda qolib ketdi. Nechida sum bo'ladi. Bermasa raza qiynagan. O'sha ajoyib voqea bo'lgan bizga. Karesga yozamiz, telefon qildiraveramiz, karesni bilmaymiz, do'stimizga bunga telefon qildiraman, bunga u ham zerikib ketgan. Telefon osib qo'ysa boshqa yerga pul so'rayapti. Bermayapti o'zi. O'sha voqea bo'lgan. Pul olish muammosi, raza qiynalganmiz. Universitetda universitet haqida tushuncha yo'q. Qaysi xona darsim bor? Client deb qo'yibdi. Bizda ham Endi kelganman. Hech kimda katta haqda bo'lmaydi. Mayli, keldim, 200 bo'lib topish kerak. Endi men bilmayman yani. Bu yerda biz uncha odam bir-biriga gapirmayapmiz. U yoqda madaniyat. Shuni kars qizga ko'rsatib haligi u xo'p solgan. Ha, turib. Men ko'rasan ekan. De ketasan. Ancha qo'ydim koridor. Sumkam kirib tortdi. Ana shunday yurib qaytib ketdi bechora. Ana sen yo'q adash ketibman bu tomon deydi ekan deganman. Rahmat u ham ketib ketdi. O'zim o'yladim. Shu o'zbek bo'lganim to'g'ri. O'lib ketdim. Topalda. Xuddi shunaqa menda ham bo'lgan. Topalda. Shunday ilovadan narsa zakaz qilingan, xullas, olib kelishim kerak. Keldimda xaritaga tushunmayapman boshida. Ilojini karesdan so'radim, ingliz tilini bilasanmi, desam bilaman dedi. Qo'lda yuklari bor, aeroportdan kelyapti u ham. Xullas narsalari bor, qo'lda orqada sumka bitta narsasi bor. Xullas tushuntirdi, sekin bordim, keyin keldimda shuncha o'ylanib, xarita boshqa qilib turdim. Orqadan keldi, excuse me degan ovoz keldi. Qarasam, o'sha yerdan yugurib kelibdi, nimalar ko'tarib. Chamadonlar. Chamadonlarni, sumkalarni kelgan, yetaradi. Bu
noto'g'ri ketib qolibsa, baqa yurishing kerak ekanini tushuntirib, mana topdingmi, mana shu joydan keyin o'tasan, bir narsalar. U yuradigan yo'lni o'ylasam, men hozir men qilmayman, misol uchun men bormayman, deyman. Unga kerak, okey deyman. Menda shunaqa shakllanganda, o'zbek mentaliteti. shunday shakllangan, to'g'rimi? Men aybdor emasman-da bunga. Biroz men ham o'ylaganman. Misol uchun endi O'zbekistonga o'zbek borib so'rasa, men shunday bo'lishi kerak, bosh davlatdan borib turadigan bo'lsa, masalan o'zbeklar borib qo'ysa kerak. Men o'zim kerak 2 degan O'zbekistonga qaytdim. Shuning uchun uydagilar taksi, endi Toshkentga kutib olishdi, uyga taksi olib ketyapti. Bitta inglizdan taksichi ketyapti. Shuni to'xtab, bilasanmi sen? Ha, yana esa chaqirib turgan. Bizdan rivojlangan. Reklama. Qarshi ham chaqirdi. Keyin o'shima yordam bera olmasin, demak bor ekan bizga. Yordam beramiz chet elga. Chet ellik bo'lsa-da, lekin O'zbekiston haligi tarafi bor. Misol uchun kelib turib, chet ellik odam mo'qitsa $100 deydi. Narxi, which price $100. Men o'zbekman desa, 10,000. Chet elliklar bor. Misol chet ellik boy bo'ladi. Bizga nisbatan haligi topish boshqalar fikr narsalar arzon, chet elda oylikka nisbatan maqsad bitta sotib olsam ursan. O'zimiz ham hunarmandni savat qilamiz oilada. Savat. Chet ellar ko'p kelishadi bizga, inglizlar keladi yoshligimizda. Gaplasha olmaymiz, kichkina bilmaymiz, qiziqamiz, gaplasha olmaymiz. Endi hozir qani endi o'shalar bo'lsa deyman. Yangi Zelandiya keladi, AQSh keladi, Britaniya. Hozir sotmayman. Kelishadi, nech pul desa, 5,000 desak. $5, 5,000 dedim. $5 desa $5. Bas $50 berib ketishadi. 5,000 dedim. Yana qo'shib beraman. Bu 5,000 $100 qo'shib beraman. kam berdimmi? $50 ko'p bo'lganda $50 berib ketishadi. 5,000 so'mda desa. O'shadanlar. Xo'p, bugungi suhbatimizga yakun yasolaylik. Yakun yasasak. Уже siz ingliz tilini bilasiz. Уже. Zo'r chiqdi javob. Xohlasan keyingi sonlarda ko'rishib qolguncha, agar videoda qanaqa joy tushunmagan joyingiz bo'lsa, bemalol aytib maqsadingiz, keyingi videolarda yanada to'liqroq va tushunarli ma'no berishga harakat qilamiz. Sizlar bilan shu. Keyin hamma aytadigan qiziqqan savolingizni kommentariyada yozing bas. Yozib qo'yinglar. Yozing. Qaysi mavzuda suhbat bo'lishini, kimlar bilan uchrashishimizni xohlasangiz, bemalol qoldirishingiz mumkin. Ya'ni haligi Hojiboy Tojiboyev aytadi, hazillarni o'zlaringga olaman. Ya'ni agar sizlarga qiziq bo'lsa, biz qo'limizdan kelgancha harakat qilib, o'zimizdan rivojlanib, sizlarning rivojlanishlaringga hissamizni qo'shishga harakat qilyapmiz. Xudolar agar qo'sha olsak, biz xursandmiz. Ya'ni to'g'ri videoda hamma joyi foydali emas, sizni vaqtingiz ketadi ko'rishga. Ya'ni qanaqadir ozgina foyda olsangiz biz xursandmiz. Talabalarga aytilgan. Yo'q, to'g'ri. Kelmoqchi bo'lganlar. Qanaqa tilaylar bo'lsa. Sog' salomat o'zlaringiz deylar, yaxshi bo'lamiz. Xudo xohlasa, o'zbeklar Yaxshilik yetadilar. Abdulloh yangi yil nima? Yangi yil odatda. Yangi yil odatda Koreya bahor kelishidan juda ham go'zallashib ketadi. Yo'q, men o'zi kamera orqasida hayajonlangan odam emasman. Hayajonlangan o'tirmasdingmi? Yo'q, men sizga tekshiryapman. Yo'q, agar kim kelmoqchi bo'lsa, mayli, maqsadga qarab, asosan maqsaddan olib kelish kerak. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi kunda ko'rishaylik. Keyin